Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hurmatli televizor ko'ruvchilar. Yangi bir qatimliq Sharq Turkiston kun tartib programmamizda ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdullah Yalqun. Qadrli ko'ruvchilarimiz, hammalarga ma'lum bo'lgandek, biz bu programmamizda vatanimizga aloqador bo'lgan, mayli dunyo vatanimizning ichida bo'lib atgan ishlar bo'lsin, Xitoyning elib berib atgan vahshiy jinoyatlari bo'lsin, yoki dunyoning har qaysi joylarida vatanimizga aloqador bo'lib atgan har xil taraqqiyotlar, kun tartibdagi masalalarni şunun ahli bo'lgan siyosatchilarimizni yoki ilm odamlarimizni chaqirib kelib suhbat edib beryapmiz. Bugun inshaalloh bugungi mehmonimiz alohida bir mehmon, ammolarga tunishib bo'lgan albatta. O'zi Amerikada peshqadam siyosatchilarimizdan biri, uzun yillardan buyon bu siyosatning ichida bo'lgan, yaqindan Sharq Turkiston masalasiga voqif bo'lgan bir kishini İstanbul, ya'ni Turkiya ziyorati sababli bugun bu kashf soatlarda bo'lsa-mu ettiganlik manğanlık uchun bugun alayda taklif qilib naq maydonning ekranlarida bo'lyapmiz. Oldi bilan o'zining qimmatli vaqtini shunday aldirash vaqtini chiqarib studiyamizga televiziyamizga kelib berganligi uchun hurmatli Dunyo Uyg'ur qurultiyi ijroiya komiteti raisi shundaqla Amerika kishilik huquq qurilishining direktori hurmatli Ömer Uyg'ur kishilik huquq qurilishining direktori hurmatli Ömer Qanat akamizni Aldım kappagal üçün qadam təşrif qılğanlıq üçün köpdən-köp rəhmət etmən. Mən rəhmət etmən. Rəhmət, Allah razı olsun. Əlbəttə, əmdə qadirlik qaynaşa əmənlə proqramımız naq meydanı taxtilatıdır. Proqramımız cəryanıda ekran aldı çıxıb duraqan numara arqılıq bizə sual soruşanlar, arqandaq bir məsələlərdə sual yoki yazma şəkildə yoki telefon bilan bağlansanlar buludu. Biz bunu tayyor inşallah. Köpleyen qeyrinlaşımızın paydalanışı programını hem bəhrləb qoyuşanların arqayısı ictimai uçul vasıtlarında bunu ümid qılımız. Hürmetlik Ömer Kadep çağırayısız məndən. Həlmi cəhətdim olsun. Çox şunu üçün həmdə. Sizni əlbəttə bir adak programdan kirişdən burun tunuşdurup qilishning haceti yox deyib qarayman. Çünki sizni hər qandaq chet əldəki Uyğur qeyrinlaşımız vətənin aşıdan tatib burun əgər görələydi qalıb olsa. Bildi deb qarayman, şunun üçün bir vasitə proqrama kirsək. Oldu. Hem de işini biraz Dünya Uyğur Qurultayının fəaliyyətlərinə kirişdən burun. Bugün hazır gün tərəfimizdə ən qızıq bolğan bir məzgil toxtab qalıb yaraşqandək bulub Amerika Xitay oturusundakı bu savdo münasibəti yenə qaytadan bir əvcig elib hazır bütün xəbərlərdə hamısı bu bulub edəmdi. Şu məsələdən kirsək, Xitay Amerika oturusundakı hazır savdo uruşu sizcə nəyə berib toxtaydı? Bununla hem de iniq bir cevap veriş bence hazırca mümkün emas deb oylayman. Çünkü hem de bu Amerika devlet reisinin bu iniq hilaqı özününki nimesini bir mölçerliğini bulmaydı, o qayada toxtaydıqanlığını. Şunun için bu soğuda münasibetleri, soğuda da elib berilayotgan bu cidal maceranın nəyə verib toxtaydıqanlığı pek iniq emas. Belki bir yerge berip bir kelişme bulup gelişi mümkün. Yahut da hiç kelişmezden bu neme tekmo şiddetlenişi mümkün. Şunun gaylığı prezident ya bizdeki Amerika devlet prezidentininki niyetininki nemi boğallığı asasen nədi berip toxtaydıqallığını bilməgənligimiz üçün bu nemini hazır məncə değiş mümkün emas. Ama Xitay'ninki Amerika'nı bir aldırmaqçı bolğanlığı oturğa çıxdı həmdə şu cəryanında. Çünki bu Xitay çünki bir yerdə nurgun məsələlər var. Yanğış baj məsələsilə emas bu. Bajını aşırış bu ilaqə yoki tövəlletiş məsələsi emas. Bunun da qanuni məsələlər var. Məsələn Amerika şirkətləri hazır Xitay her qandaq Amerika şirketininki Xitay bilan ticaret qılman degan Amerika şirketininki özününki ticari sırlarını ortaklaşışını Xitay bilan. Şundaqmı? Texnik sırlarını ortaklaşışını bunu talep qılğan bir ahval mevcut. Şununla Amerika muşunumunu toxtutuşunu Xitayını talep qılıbatıdı bu. Kanuni cəhətdən bununla bir resmi bir kanun çıxırıb muşu hareketlerini toxtutuşunu talep qılıbatıdı. Xitay onu Amerika'nın talebini maqul deb, lekin bunu o axırqı nimaga kelgan chaqda dokument qilib rasmiy qonun qilib o'ttirib qo'ymaganligi uchun Amerika prezidenti Trump
Xitayninki yana 2 milyar dollarlık ticari import 200 milyar dollarlık import nimesiga şu bajını aşıganlığını ötken cuma günden tatip bu yolu koyuldu. Yolu koyganlığını ilan kıldı. Hem de Xitay Amerika bir yerde ziyan tatıdığan taraf emas dep oylaydı Amerika. Şundaq da o hakikatmi şu hamdi. Çünkü bu ticarette tamponsuzluk var. Amerika'ga Xitay Amerika ticareti de 500 milyar dolarga yetken bir tamponsuzluk var bir yerde. 370 neçe milyar dolar tamponsuzluk. Şununla bir yerde erkançılık ile Xitay memmo sana okşaş bununla baj koyup sen ne mi kısan ben şunu kılımen diyen bile uçakda Amerika'ga nenki import kılgan malı Xitay'nınki Amerika'ga eksport kılgan malı köp boğallığı için bu yerde Xitay bu yerde Amerika bile rekabetleşemeydi de oylayma. Çünkü onda Amerika üyege unçilik mal eksport kılmaydı ki Xitay'a. 60 milyar dolar 60 milyar dolar koyuptu ama Amerika 200 milyar dolar. O tehi yanı kalan 300 neçe milyar dolarlık malga eğer Xitay yanı muşundaq davamlaşmanı verse bu hatta kalan 300 neçe milyar dolarlık import nimesi gibi onun mu baj nimesini aşırışı mümkün. Lakin bunun da tehi bir karar vermedim de tünügen tweet kıldı Amerika prezidenti Donald Trump. Şunun için bir yerde negi berip toxtaydığı malum emas. Lakin Amerika bu ticari nimede uttırılgan taraf emas dep qarayman. Hoş hamda şu garip ellerde hazır yükselip atkan Amerika başlık vatanimizdeki Xitay'dan edip berip atkan bu vahşi cinayetleri sebeplik. Bugün dünyada şunki valla nopuzluk axbarat organlar bolsun, meyli uydudun tartılgan suretler bolsun, Xitay şunki valla inkar kılıp terbiyeleş merkezi o bu devagan bilen. Bu gün sürü yani nopuzluk, dünyanın en nopuzluk axbaratlarda ciddi şekilde elan kılınıyordu bizninki vatanda edip berip atkan Xitay'dan cinayetleri. Bu yani tarihte bombagan bir şekilde gün tertip kilovatıdır. Siz şu Şarkı Türkistan meselesinden bu kadar ciddi gün tertip kilişi nagi berip toxtar sizce? Bizning mustaqilligimizni berip toxtaydigan ish bilanmi yoki İnşallah hamda çünkü Xitay mençe başta bu hareketni başlagan çağda Xitay bundaq dep oylamagan dep oylayman. Çünkü Xitay neçe milyon Uygurni ekirip jimjitla lagerlarga solap şu yerda hiç kimninki avaz çıkmaydan turup bu meseleni ben bir taraf kılıp etmem dep oylagan buluş mümkün. Lakin mesele Xitayning oylagan yerinden çıkmay kılıp bu mesele Xitayning beşiğamındaçı etkan çağda çoğun bir bala oldu desek buludu. İnşallah siz degendek bu şu Şarkı Türkistan'ınki halkınınki erkinlikki erişişige yol açıdığan bir nimege aylanıp ketişi mümkün. Hem de Uygur meselesi Xitayning muşu nimi sebebidin, muşu zulmü sebebidin misli körülmegen bir derecede halkaranınki qollışıga erişken bir meselege aylandı. Hoş. Mesela garip devletleri de bolsun, her kaysi devletleri de bolsun, bu mesele hiç qandaq qılıp bu meseleni biz bu halgı keldi dep oylamagan. Bunçilik bir ilaqe histaşlık qozgaydı dep oylamagan. Lakin muşu derecege yetip badi. Bu yetip bağandı ki emdi birincisi bu dünya lekin bu histaşlık bolgan bile ameli Xitayni bir işe mecburlaydigan bir aqığı çekinişki mecburlaydigan bir ameli bir iş bolmawatydy ameli bir hareket bolmawatydy. Mesela naite histaşlık Amerika'da mı misli körülmegen bir histaşlık var mesela Amerika devlet meclisi olsun, Amerika'nınki Taşkı İşler Ministerliği de olsun, Amerika hükümeti de olsun, başka her qandaq dini gruplar da olsun, teşkilatlar da olsun, hemmesi bu meseleni qollab çıqıwatydy, bayanatlar berilewatydy. Amerika'nınki mesela muavin prezidenti, Taşkı İşler Ministeri, Müdafaa Ministeri yardımcısı, Taşkı İşler Ministeri yardımcısı hemmesi bu meselede naiti iğir sözlerini kıldı, bayanatlarını verdi, özününki boğan histaşlığını, özünün boğan qollışını ilan kıldı, Xitayni ayıpladı. Lakin tekçe
Xitoyga bir ta'sir qildigan endi. Xitoyninki balki bu bo'layotgan harakatlar, bo'layotgan ayblashlar, Xitoyninki xalqarodagi obraziga nurg'un ta'sirlarni yetkazgan bo'lishi mumkin, lekin Xitoyning mana peyni sayqiradigan ya Xitoyga bir nima elib keldigan, bir ta'sir elib keldigan bir nimasi bo'lmadi endi. Ya iqtisodiy jihatdan bo'lsin, yoki boshqa jihatdan bo'lsin. Mushu nimada endi davlatlarning endi bu masalada haqiqatan bir samimiy bo'lsa, bu yerda jiddiy turib buningga Xitoyga bir rasmiy bir Xitoyning oqib chekinishiga sabab bo'lgan bir harakatlarni qilish mumkin. Masalan, eng qisqasi Amerikada shunchalik qo'llashning bo'lishiga qaramay, masalan, Xitoy mushu rahbarlarini, mushu hozirgi mushu Sharq Turkistondagi mushu qirg'inchilikda roli bor rahbarlarini Xitoyninki jazolaydigan iqtisodiy bir jazoni qo'llanishmi bo'lmadi-da endi. Bu mushlarni ovoz bermedimi buning yetarli ovoz? Yo'q, buning bu yetarli bu ovoz beriladigan bir ish emas bu. Bu iqtisodiy jazo, Magnitskiy bo'yicha jazolash nimasiga ovoz beradigan bir masala emas. Tashqi ishlar ministri bilan tijorat ministri, xazina ministri bir yerga kelib, Aşı Xitoyninki hozir mushu Sharq Turkistondagi qirg'inchilikda roli bor rahbarlariga bir jazo nima tatbiq qiladi. U nima desangiz, ularninki Amerikadagi mol varliqlari, Amerikadagi pullari to'xtatiladi, ularga viza berilmaydi, ularning tuqqanlariga viza berilmaydi. Masalan, 30-yilgi kongressninki Mike Pompeo ham yozgan-ku. Yozgan, shunchalik yozishiga qaramay, masalanda o'tganda hatto bir ayolım bu bir 5 hafta avval 43 kongres a'zosi masalan ham demokratlar hamsa nima cumhuriyetçiler bo'lsin shu uch nima Mike Pompeo nimaga xat yozib mushu nimani qaytadan bu shu Xitoy rahbarlarini jazolash, Magnitskiy qonuni bo'yicha jazolash nimasini yana talabni yana o'ttirib qo'ydi, lekin bu nima texi amaliylashmadi. Bizningki maqsadimiz hozir bizningki talabimiz xalqaro jamoatdan bo'lsin, Amerika hukumatidan bo'lsin, boshqa davlatlardan bo'lsin, Xitoy hukumatiga mushu nimada bir ta'sir yetkazadigan bir tadbir ilishi xalqaroniki. Bo'lmasa, bundaq bir tadbir ilinmasa, Xitoyni bir orqaga chekindiradigan bir tadbir ilinmasa, Xitoy buni bir mansam bo'ladi-ki, bu ishni qilaversam bo'ladi-kan bir degan natija. Bu shuncha vala dunyoda kun tartib kelib bu haqiqatan Xitoyning masalan kelgusidagi yani bu kadar oshkorlanib ketgandan keyin bu orqaga dojishning o'rniga Xitoy chekinishning o'rniga biraz bir yaxshilab qilishning o'rniga yana texambek biz bilgan xabarlarda hammamiz ko'rib turibmiz. Yana texambek vahshiylikmayotganligini ko'ryapmiz. Bu Xitoyni bunchalar ko'ranglatgan masalan bu illaki bu agarda kun tartibdan tushmay qolsa chuqur bir bu harakat elib boradigan davlatlarmi chiqmay qolmaydi. Chuqur chiqadi deb qarayman deb. Ya bu hamda bu davlatlarningki xalqaro jamoatningki bir mükellefiyeti hamda bizga mushundaq bir tadbir ilish. Chunki xalqaro jamoat birinchi bo'lib nevaregen deydi, qayta takrorlanmaydi deganimizga so'z bergan gap. Bu nima desangiz, Hitler Nazi Germaniyasining Yahudilar qarta ilib borgan qirg'inchilik harakatini dan keyin mushundaq harakatning yana bir qitim takrorlanmasi, takrorlanmaydiganligiga o'ziga o'zi xalqaro jamoat va'da bergan gap. Lekin hozir bu takrorlanyapti. Hozir hamma nima o'ttirida. Hamma nima o'ttirida, butun nimalar bu paketlar o'ttirida, ma'lumotlar o'ttirida. Siz mi bayamdab o'tdingiz? Butun lagerlarninki o'rinlari belgilangan. Lagerda masalan shularni hisoblab turib bu lagerda qanchalik odamning borlig'ini taxmin qilgan bu g'arblik mutaxassislar buni e'lon qildi. G'arblik mutaxassislar Ryan Trum degan bir g'arblik mutaxassis masalan shu Amerika Davlat Majlisi bergan guvohlik nima yig'inida deb o'tib sen
bunun netice nima bo'ldi deb qaraysan, bu oqibat nima bo'ladi degan chaqda shu ikkilanmay turib mencha dedi bu bir qirg'inchilik bo'lishi mumkin dedi. Agar dedi xalqaro jamoat buningga jiddiy bir tadbir olmasa, Xitoy bu nimani bir umumiy bir qirg'inchilikka aylantirishi mumkin deb. Hozir 3 millionga yaqin odam lagerda. Bularninki öldümü, qanchiligi o'ldi, qanchiligi saq, buni hech qachon bilmaymiz. Bularni qachon qo'yib beradiganligi ma'lum emas. Shuningga, ya'ni bizninki andishalarimiz nihoyatda jiq, ko'p va xalqaro jamoatdan shuni hozir shuni talab qilyapmiz. Har yerga borsak, ya'ni bir tadbir ilinglar, bu sizlarning vazifanglar, o'zinglar shu va'dani bergan Amerika hukumatiga borsak shuni da'vatimiz. Lekin nimishki bundaq ilinmaydi desangiz, Xitoyninki bu yerda shu iqtisodiy kuchininki nihoyatda ko'p bo'lganligi, bu iqtisodiy kuchini ishlatib Xitoy hukumatining nurg'un davlatlarni gap qilmas alga keltirib qo'yganligi, jim turish vaziyatida qoldirib qo'yganligi, islom davlatlari masalan. Birinchi bo'lib islom davlatlari buning ega chiqishi kerak. Shundaq. U yerda yo'qilayotgan ve İslam'nın bir partisi, İslam medeniyetinin bir partisi. Şarkı Türkistan degan İslam dünyasının şarkıdaki qal'asi. Şunda bo'lgan. Şarkıdaki nimadan qo'g'digan bütün İslam dünyasını. U yerda yiqilayotgan, ko'ydirilayotgan mechit, necha yüz yillik tarixlarga ega mechitlarimiz ko'ydirilyapti, yiqitilyapti. Bu vayron qilinyapti. Shuningga İslam dünyası qarab turyapti buni. Biz nega borsak shuni so'rayotgandir xalqaro jamoatda. Borsak deydi bu islom davlatlarini qo'ydi deb. O'tgan nimada 29 aprel kuni shu New Yorkda Dolqin Isa Dunyo Uyg'ur qurultayining raisi Dolqin Isa bilan shu Birlashmiş Millatlardagi Germaniya elchisining shu bir yig'iniga qatnashdik. U bir yig'in uyushtiribdi. Germaniyaninki buyuk bosh elchisi shu boshqa 12 davlatninki elçilerini çağırış arqılıq şu Uygurlarga nima qilishimiz kerak, qanday qilamiz bu ishni deb. Shu yerdimi ularning so'rag'anligi islom dunyosi nimishki buning bir nima qilmaydi. Islom dunyosining xabari yo'qmi buning? Xabari bor albatta. Hamma nima qarab turib, bilib turibdi. Bütün information uchur, hamma nima qo'lida bularningki buning bir jiddiy bir nima qilmayapti. Bu yerda Xitoy bergan puli bilan siyosiy nimasi orqali kuchi orqali, nufuzi orqali bu islom dunyosini gap qilishining, qarshi chiqishining oldini olyapti. Ikkinchisi islom dunyosininki nurg'un davlatlarining o'zidimi bu kishilik huquq masalasi bor endi. U davlatlar islom davlatlarining ko'pimi shu mutlaq hokimiyat bir nimada hükümran. Şununla ulamı özlerimi kişilik hukukunu başkalarınınki hak hukuklarını dep sende kılıvatkallığı için belki bu meseleni Xitoy bilan o'ttirib qo'yanmayotidir deb shundami o'ylaymiz. Lekin hamda islom dunyosining har qanday qilib Türk dunyosining, Türk xalqining, Turkiy xalqlarining bu meseleге ega chiqishi kerak. Chunki bizningki bir yo'qolishimiz O'rta Osiyoda bir cho'ng bir qal'aning, bir tomning, bir qo'rg'onning yiqilishi bo'ladi O'rta Osiyo uchun. O'rta Osiyodagi Turkiy xalqlar uchun bu. U xalqlarmi buni ko'rish kerak, bu vaziyatni ko'rish kerak. Bugun bizning bugunimiz ularning atisi hamdi. To'g'ri. Bu son masalasi tilg'alinganligi uchun men unutib qolmay deb shuni deyapman-da. Şu ijtimoiy uçur vositalarida mayli WhatsApp bo'lsin, mayli Facebook'da bo'lsin, shu hozirgacha tashkilotlarninki xalqimizning 3-4 milliondan ortiq xalqimiz lagerda turgan vaqtda hatto nupuzliq abasitib o'tgandek hatta o'tganda shu Amerika davlat mudofaaga qaraydigan bir ismini unutib qoldim hozir. Birisi 3 milliondan ortiq Uyg'urning borligini dedi shumi? Taxmin qilib. Lekin bu tashkilotlar nima uchun davomli faoliyatlarda bo'lsin, shu 1 milliondan ortiq xalq u yerda degan bu sonni azaytishga kuchaydi degan narsalar jiddiy talash-tortish bo'ldimi shuni aytib bu ya. Buningga sonni nimishqa? Ya sonni biz hech qachon dunyo Uyg'ur qurultayi bo'lsin boshqalar. Biz endi shu xalqarada qabul qilingan sonni biz albatta biz bilamiz. U xalqimizning da'vat qilini bilamiz, nima qilayotganini bilamiz. Biz şu xalqaro o'lcham bo'yicha xalqaro nima degan bo'lsa shuni alayli deb nimada ilyapmiz. Lekin uning da'vatimiz, lekin Xitoy manda degan bilan bu yerda Uyg'urlarning olgan ma'lumotlari bo'yicha bu son uningdan ko'p deb.
Ama xalqaro nimada qabul qilingan bir son 1 milyondan oşuq insan deganligi uchun nurg'u yerda shuni oldik. Onun ikinza Adrian Zenz bu German mutaxassis bu Cenevada o'tkazilgan Birleşken Devletler Teşkilatı'da o'tkazilgan guvohlik berish yig'inida 1 milyon 500 ming odam deb oldi hamda taxmin qilinmanda. 1 milyon 500 ming shundan keyin 1 milyon 500 ming 2 milyongacha. Biz hech qachon demadik 1 milyondan oşuq odam deb demadik. 1 milyondan oşuq lekin bununki 3 milyondan oşuq bo'lish ehtimoligi bor deb shu yerda har qanday yerda bergan bayonotimizda bu sonni oldik dedik. Bu xalqaroninki o'lchami mushu. Hatta şunun bu mesela biz nurg'un savollarga duch keldik nurg'un yerda. Sen qanday bilasan 1 milyondan oşuq odamninki u yerda bo'lganligini? Nereden oldinglar bu sonni masalanda? Bu shunchalik aniq sen da'vatsa sen ko'rdingmi uni degan nurg'un yerda bergan konferanslarda mesela Xitoylar chiqib u ashunday savollarni qilib bizning oldimizdan so'zlamoqchi bo'lganlar bo'ldi. U albatta u paket ilmiy nimada usulda uni isbotlangan nima? Chunki shu nimaninki soni, lagerlarning soni, uninki o'lchimi, qanchalik bo'lganligi, uningda har kvadrat metrda qancha odamning turadiganligini nihoyat ilmiy yo'sinda Muşa Adrian Zenz degan hisoblab chiqib uni 1 milyon 500 ming odam dedi. Onun ikinci hazır degandek bizmo şu nima sonni oldik Amerika Mudofaa ministrinin yardımcısı Randy Schreiber o'zining kelimasi Randy Schreiber uni 1 milyon 200 mingdan 3 milyondan oşuq nima dedi. Sanni tilga oldi. Concentration camp dedi o. Tunca ketem mesela Amerika'nınki resmi bir ali seviyelik bir devletninki xodimi bunu lager, ceza lageri deb aldı. Şunun yağı biz bu aşındaq deb işiltivatımız, onu ilvatımız deganimda bu sanni tutuvağınımız yok. Muşu sanlı ba buningdan başka adam yok demeyimiz. Ama ular her yerde bağa yerimizde hakkı uqtırvatımız. Mesela 1 milyon 500 ming olsa bu hazır 1 milyon 500 ming degan gap maşa ilmiy ma adamning degan gapi, lekin bizning xalqimizning olgan ma'lumotida ba'zi yeziladi mesela %60 adam yo'qolib ketgan gap, %60 adam yo'q. Shuningga bu son iliq buningdan ko'p. U solanganlar hozir rasmiy jazo lagerlarida bo'lganlardan sirt yana necha million odam atdiganda berib shu iliq nimaga lagerga kirib akşam da uyları ketib olgan adamlar var. Kunduzi iliq nima qilayotganchu. Mushlarni olsak bu 5 milyondan oshadi deb har yerda bu bizninki o'zimizningki bayonotlaridan nimalar deb bo'ldi. Bir ko'rmanimiz telefon qilibdi naq maydonga. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, ovozim bormi? Baba ovozing. Siz programmaga telefon qildingizmi? Ha. Men bir gap so'ray degandim, savol so'ray degandim shu Amerikanda. Xo'sh, so'rang. Ha, shu yaqin hozirlik shu medialarda Ahmet Bayram olsun, Gollandiyadagi tajalli qilishimizdan bo'lsin shu medialarda shu bizningki siyosiy rahbarlarimiz ismini atamayman. Bular bizga hozir mustaqillikni rasmi biz mustaqillikni tutib turolmaymiz. Bir ay ichida ishlarda mustaqillikni topib qo'yamiz. Biz hozir siyosiy deydigan davlatning boshqaruvchiligini biz bunda iqtidor yo'q, biz tarbiyalanishimiz kerak deb hamda bularning degan to'g'rimi yo'q. Hamda millatni hayat noktalarından bir gap mağdurlar uqamay qoldim. Mush to'g'risida Amerikandan bir azroq bir tushuncha berishini so'rayman. Ko'p rahmat. Bo'ldi. Hozir Ya o bilmayman qaysi ziyoli, qaysi siyosiyon, qaysi adam unda gap qiladi. Siyosiyon bo'lgan adam unda gapni qilmaydi. Gerçek haqiqatan Uyg'urninki bir siyosiyoni bu gapni qat'iy qilmaydi. Chunki Uyg'ur xalqi necha 100 yildan buyon o'zining mustaqilligini qo'lga keltirish uchun mücadele qilib kelyapti. Masalan, biz shu o'tganki asrda ikki qitim davlat qurdik. Shu davlatimizni tirildirimiz deb tirishayotgan insonlar bu undaq turib, ya'ni bu mustaqillik bizga nima qilmaydi degan adam bir nayti bir qamlashmagan gapni qilgan deb o'ylayman. Bir qancha kun bo'ldi haqiqatan bu gaplar ushib yurdi. Ijtimoiy ushunimizda. Bu nima? Uyg'urlar pishib yetdi hozir. Uyg'urlar çünkü aşu mesela başka Türkiye xalqlar bilan selishtirgan chaqdimi, başka Türkiye xalqlar
bir mustaqil bir davlat qurish nimasida bizdek qurban bermagan, bizdek minib boqmagan. Albatta. Biz shu chaqdimi Sharqi Turkiston qurib, boshqa Turkiya xalqlariga mo Sharqi Turkiston davlatini qurib, bir ulgu bo'lgan biz ularga. Mushunda qon to'kib bu davlatni qurgan, shunda qon to'kib shu davlatni tiklagan, uning uchun ya'ni bizning xalqimiz shu davlatining orzu armonida necha o'nlar yillardan beri kurash qilyapti, necha million shahid verdi. Bundan kimi berimiz bir kun to'xtab qolmadi bizningki mustaqillik kurashimiz, erkinlik kurashimiz bir kunmi to'xtab qolmadi. Shuningga Xitoy chidamay, Xitoy shu bizni o'ziga ram qilolmay, o'ziga bo'ysundiramay, bizning mustaqillik, bizning erkinlik ideyamizni qalbimizdan chiqaramay, oxiri mushundaq lagerni qurib chiqdi. Uyg'urni mushundaq yo'q qilish kerakka, chunki bulardan bizning qutulishimiz yo'qka degan nimada. Hozirmi mushu nima Uyg'urlar Xitoyni mushu xalqaro nimada ta'litiyotidu, asratiyotidu, mushumu Uyg'ur xalqininki erkinlikka bo'lgan ruhininki bir nimasi. ifodasi. Albatta, albatta. Haqiqatan bu endi yoshlarni yetaklab menyapmiz degandek mushu endi isim berishning hojati yo'q. Bularninki chiqib bu millatni tushkunlashtiradigan gaplarni bir telefon oldi o'ldirilib gap qilish haqiqatan echinish bir gap hamda. Eng oxirida men necha kun burun anladim mushu. Biz Uyg'ur xalqi 200 yildan buyon biz bir davlat ya bilan qurib baxmadi hammasi deb. Mushi yangi chiqqan yoshlarni o'ylaylar, yoshlarmi? Yoshlarmi mustaqillikdan nimasi yo'q, yoshlarmi o'ttirga chiqqan. Chiqib shularmi hozir bir necha vaqt faoliyat jarayonida shu pishib yetib, shularmi hozir mustaqillikdan boshqa gapni qilmaydi. Yoshlarni so'rab beqinglar qanday yoshdan. Shularmi men shu xalqimni ozod qilgicha, xalqimning mustaqilligini qo'lga keltirgicha, xalqimni erkinlik erishtirgicha men kurash qilaman deb qasam ichyapti, kurash qilaman deb va'da beryapti, shuni ilgirlaydiganligini so'zlayapti. Shuning uchun ya'ni bu mushu nima bizni harakat qildi. Bo'lmasa bizning g'oyamiz nima? Bizningki maqsadimiz. Biz bir millat. Biz millat turib bizningki maqsadimiz faqat lagerdan qutulib chiqish, lagerni taqash, lagerni qutuldirish, xalqimizni u yerdan qutuldirish emas. Uningdagi xalqni teqim yuksak yerlarga ilib berish, xalqni o'zining erkinligiga erishtirish. U xalqni shu o'zininki davlatini qaytadan tiklash nimasiga erishtirish. Buning uchun ya'ni bu yerda bizningki lager, albatta lager hozirgi vaziyatda eng avval qiladigan ishimiz. Chunki xalqimizni u yerdan qutqizmasdan turib vatan bo'lmaydi. Vatan bu vatanga xalq kerak. U xalq shu vatanni qurib chiqadi. Shuning uchun u xalqimizni u yerdan qutuldirish bizning eng oldingi ilqinimlarimizdan biri. Lekin u xalqimizni erkinlikka erishtirish, xalqimizga o'zimizningki mustaqil davlati bo'lish hamma Uyg'urning har qanday Uyg'urningki qallasida yotgan eng cho'ng ideya, eng cho'ng armon, orzu. Hoşam şu bir qancha kun burun Dünya Uyg'ur Qurultiyi raisi Dulqin Isa apandimninki 2019 yil Uyg'urlar uchun, Tibetlar uchun va Xitoy demokratlari uchun intayin muhim bir yil bo'ldi degan bir so'zni ko'rib qoldim. Buni bir ochsangiz. Uni qaysi nimada so'zlaganligini bilmayman. O Dulqinninki qaysi kontekstda. Balki albatta bu bizning uchun nihoyatda muhim bir yil. Shu 2019 yili. Chunki bu shu yilda shu lagerlarni taqdimiz, xalqimizni shu lagerlardan qutuldirimiz. Shu yilda u har qanday davlatlarda cho'ng harakatlarni qo'zg'ab, Amerikada bo'lsa qonunlarni qabul qildirish orqali Xitoyni orqaga chekindirimiz degan bir g'oya bilan menyapmiz va shuning uchun bu albatta bizning uchun 2019 yili eng muhim yil. Muhim bir yil bo'lib hisoblanadi. Chunki ularni bizga Tibetlar bo'lsin, Xitoy demokratlari bo'lsin, mushu nimada sizlar bilan hamkorlashimiz da'vatidi. Biz shu o'zimizningki qonunlarni qabul qildirish uchun Amerika davlat majlisi turayotgan, bularga destek bo'lish uchun xalqning qo'llashini qo'lga keltirishimiz uchun har qanday faoliyatlarni olib beryapmiz. Har qanday yo'lga boshvuryapmiz. Bularga buddist nima akilyapmiz bizni qo'llang deb. Ular qo'llayapti. Xristianlar kelyapti bizni qo'llayapti. Yahudiylar kelyapti bizni qo'llayapti. Musulmonlarni akilyapmiz bizni qo'llanglar deb. Endi qo'limizdan kelgan butun ishni qilyapmiz. Shu Amerikadagi Amerika kongressida turayotgan ichki qonunninki qabul bo'lishi shu nimadan o'tib Amerika kongressidan o'tib ovozga qo'yilib, u yerda prezident tarafidan imzolanib bir qonunga aylanishi uchun.
Hoş, men bu kanun layihasiga birden diken kelmen. Dostum, kurultay şu yani tahminen yani 20 ay, bir ay mı kalmaptı? 6. aydan başı Washington'da ötkülmüş bolgan 3 çoğun faaliyetinki gepi vardı. Bu faaliyetin tafsilatını. Yani belki Dünya Uyghur Kuruluşu'nun reisi şunu dep öttü. Çünkü çok bir mühim bir yıl oldu dep. Çünkü bu 6. ayda ötküzdüğün faaliyetlerinin birisi şu. 4. iyun günü mesela 4. iyun günü dünya Amerika Demokrasini ilgiri sürüş fonda cemiyetinin ki her yıl takıtılgan bir mükafatı var. Hoş. Demokrasiya mükafatı deydi bunu. Şu demokrasiya mükafatını naiti bu ilaki itibarlıq bir mükafat emdi. Bu mükafatını bu yıl Dünya Uyghur Kuruluşu'na verildi bu mükafat. Şu 6. ayının 4'ü Amerika Devlet Meclisi'de ötküzüldüğün naiti çoğun bir murasim bile. Bununla naiti çoğun kongresmenler, senatörler, nemeler katmışıdı, ya söz kılıdı. Şu murasimde Dünya Uyghur Kuruluşu'nun rehberlerine Amerika Devletlik Demokratiya Fondu Demokratiyanı ilgiri sürüş fondu cemiyeti net NED deyimiz biz onu. Şu mükafatını Dünya Uyghur Kuruluşu'nun rehberleri vermekçi. Bu naiti çoğun bir mükafat, çoğun bir itibar, çoğun bir obraz yarısıdır Dünya Uyghur Kuruluşu'nun dünyada. Demokrasi için, insan hakları için kıgan hizmetlerininki bir neticesi hem de. Bu yani bu Dünya Uyghur Kuruluşu'nunki ilip bağın, bu neçə yıllardan beri ilip beriyatqan faaliyetlerininki dünyanın gözüde kançılık bir itibar kazanğanlığı. Bu teşkilatmış kurultayını mı, iktisadiyatını mı? Təminləydiğən təşkilatmış. Bu bunun bu çox bir imtihandan ötken buludamdı Dünya Uyghur Kuruluşu. Yani bütün bu faaliyetlerini yaxşı ilip bağın, neticelik ilip bağın, neticeye erişken buldu. Muşu makabatına erişi Dünya Uyghur Kuruluşu'nunki muşu neçə yıldan beri her insanlar her türlü yapılarını kısmı neçə yıldan ilip beri bağın faaliyetlerininki muşundaq bir halkaralık bir teşkilat tarafından o teşkilattaki naiti obroyluk, naiti itibarlıq, naiti meşhur adamları tarafından şu teşkilatını başqırıb atqan muşununğa layık görülgenliği bu naiti çoğun bir utuq degan gap. İkincisi 3 çoğun faaliyetler. İkincisi onun diken ikincisi 6. ayınki 7. ve 6. ve 7. günü halkaralık bir çoğun bir ilmi muhakeme yığını ilip verildi. Bu yığınınki neçə türlük məqsədi var. Birinci məqsədi Amerika'da şu kongreside yatkan, turup atkan kanunlarının tezden kabul kılınış için yani bir haydakçılık kılış demeye. İkincisi onun ikincisi biz hazırca her türlü faaliyetlerini ipadık. Dünya Uyghur Kuruluşu'nun bazıları ayıplaydı. Manda demedi, anda demedi. Ama Dünya Uyghur Kuruluşu'nda hazırca ilip bağlan bütün faaliyetleri de halkını tanıttı, Uygurlarını tanıttı. Vaziyetini tanıttı başka insanlara. Kim boğallığını, kanda bisivagan bir toprak boğallığını, Xitay hükümetinin bular kanda zulüm kılıp atqanlığını, muşun tontuş arkalık ulanın histaşlığını koluk keltüdü hazır. Bu hak, muşundaq bir özünün hak hukukuga egi bolışqa layık bir hak ya. Çünkü Xitay hükümeti neçə yıllardan beri bulanın hak hukukunu muşundaq depsende kılıp etdi. Bulanın ki tuprağını muşundaq işgal kılıp algan ki. Bu halkının ki insani hak hukuklarını muşundaq depsende kılıp kelip etdi. Hem bula özlerinin hak hukukuga egi buluş salahiyetiga egi bir halk iken deganligini nurg'unlagan xalqaroliq organlarga tonuşturdu, kubul kıldı. Müşahidlenmiş. Endi ma konferansınki ma yığınınki içilişi biz bu yerga kimlarni chaqirdik? Birincisi xalqaro hukukchilarni chaqirdik. Ma yığınga. Tarixchilarni chaqirdik. Tarihi asası nima bizning davomimizning? Biz chiqib biz mustaqil bo'lamiz. Biz mustaqil bo'lishga loyiq degan bilan bizning gapimizni anglamaydi. Haq avval uni bir asosiy bir tarihi asos bo'lishi kerak. Bu tarihi asosini so'zlaydigan tarixchilarni u yerga chaqirdik. Undan keyin huquqiy asosi bo'lishi kerak buniki. Bizning davomimizda qonuniy asosi bo'lishi kerak. Bizningki bir da'voga bir yerga borsak, biz bunda mustaqil bo'lamiz desang, nimaga asosan mustaqil bo'lsan deydi. Mana qonuniy
haq huquqlarga asosan biz mustaqil bo'lamiz deb, shuning uchun xalqaro qonunchilarni chaqirdik. Bular bor. Undan keyin bizga Xitoyning qanday zulm qilganligini ko'rsatish uchun shu lagerlarda azab chekkan insonlarni chaqirdik. Shohidlik versin mana bular. Bizga manda qildi Xitoy hukumati. Bu jazo lagerlari qirg'inchilik bu. Shu qirg'inchilikni isbotlaydigan shohidlarni chaqirdik. Shu qirg'inchilikni ilmiy shaklda bunun qirg'inchilik ekanligini dunyoga bildira oladigan mutaxassislarni chaqirdik. Ya'ni shu jihatdan bu konferansninki ahamiyati bizninki davoninki Sharq Turkiston davosiningki tarixiy, huquqiy, qonuniy nimasini asosini tiklab chiqadigan bir konferans bu. Shuningga ma konferans nihoyatda muhim. Buning biz 2 günlük konferans 6 ve 7 iyun günleri bo'ladi. 6 kuniki içiliş murasimi ettiğin saat 10'da Amerika Devlet Meclisi'de içildi. Bu Devlet Meclisi'deki içiliş murasimiga Amerika'nınki nurgun yukarı dereceli xodimlari, hükümet xodimlari, Tashqi ishlar ministrligidan mesela, Mudofaa ministrligidan, undan keyin har qaysi xalqaro tashkilotlardan, Amerikaningki va hukumatga qarashli xalqaro tashkilotlaridan. Undan keyin esa Amerika Kongresining Davlat Meclisining nurg'unlagan Davlat Meclisi a'zolari kelib, bu yerda tabrik so'zi so'zlaydi. İçiliş murosimi, 3 kishi içilish murosimi bo'ldi. Tushdan keyin undan keyin esa Amerikadagi mashhur universitetlardan biri bo'lgan Amerika George Washington Universitetininki O'rta Osiyo tadqiqotlari bölümünde konferansimiz davomlashadi. 6 panel bo'ladi bu. Muhokama nimasi. Xo'sh. Şu 6 panelden teşkil tapkan bir konferans, 1,5 gün u yerda davomlashadi. Şu 2 günlük konferans muşu şekilde devam kıldı. Dünyanın her qaysi devletlerinden, Avrupa devletlerinden, Amerika'dan, Avustralya'dan bulup 30'ga yakın mutaxassisni biz bu yerga chaqirdik, taklif qildik. 26 mutaxassis hozirgacha keldiganligini bizga rasmiy tayid qildi, bildirdi, konfirm qildi. 26 mutaxassis. Undan keyin boshqa Uyg'urlarni chaqirdik. Şu arkalık yani bir yerde naiti hazırga kadar bo'lgan eng keng ko'lamlik ve Sharq Turkiston davasınınki tarihi, qonuniy, ijtimoiy asosini tiklab chiqadigan bir konferans bo'ldi deb o'ylayman. Bu üçüncü bir çoğun faaliyet mi? Üçüncü faaliyet ne demek? Üçüncü faaliyet andaki bizninki her 6 ayda bir bilsiz Dünya Uygur Kurultayı'nınki icraya komitesininki yığını oldu. Hoş. Bu 8. ve 9. günü. 8. gün bir gün bütün gün, 9. gün yarım gün Dünya Uygur Kurultayı icraya komitesininki yığını oldu. Bu yığında biz 6 aylık faaliyetimiz hakkında dokulat berimiz Dünya Uygur Kurultayı rəhbərlərinə. Üyədə bəzi, belki idari bəzi özgürüşlərini etkilimiz. Onun da ikinsə, kəlgüsü 6 ay qılıdığan işlərimizni üyədə planlap, o bizninki o yığınğa qatnaşqan icraya komitə əzaları onu təsdiqlətib, o kelər 6 aylıq planlarımızı üyədə mühakimə qılımız. Onun da ikinsə, hər qaysı komitetlarınki şu 6 ay, ötken 6 ay qılğan jarayonda qilgan ishlari, undan keyin kelgusi 6 oyda qilgan ishlarini u yerda bizga dokulat qiladi. Biz ularga o dokulatlarini anglab, ba'zilarini albatta tasdiqlaymiz, ba'zilarini ma'ni qilsang bo'ladi, ma'ni keyinroq qil deb ularga shu tavsiyani bo'lamiz. Aslida keyin so'ramoqchidim, ammo lekin madam hozir javobingizning ichidan chiqqanligi uchun hozir so'rab dedim. Siz dedingizki, shu bizning keynimizdan qaqshiganlar bo'pti de hozirgacha qurultay uni qildi, buni qildi deb. Biz dunyoga Uyg'ur xalqini tunutdik. Qanday zamin ekanligini, Xitoyning nima ish qilayotganligini, besbelingan zamin ekanligini tunutish uchun biz harakat qildik dedingiz. Dal mishada hozir bir davlatda yangidan qurilgan masalan shu Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish harakati Salih Xudoyor boshchiligidagi bular qurildi. Endi bular deydi-ki hem de hazır devatkanımızda. Sizler kurultayını kişilik hukuk deplam nime kıldı ya. Tabi buların hazır bu yaşlarındaki devatkanımızda ve etrafındakilerindeki.
Biz Şarkı Türkistan'dan biz çokum besvelingan bir zemin işgalligini Amerika'ga biz şu tasdiqlatıp kanuni bir şekilde bunu kılamayız. İşgal kılınan bir zemin işgalini dedim. Bu adı sizin bunu dediniz. Ben şunu bir eniqlama verirsem. Dünya Uyghur Kurultayı. Biz hech qanday biz o tashkilotnomidan bu tashkilotnomidan men gap qilmayman albatta. Mening tashkilotim Dünya Uyghur Kurultayı. Men shu tashkilotnomidan gap qilaman. Biz hozir 10 necha yillar bo'ldi. Xo'sh. Shu masalani tonitish uchun Sharq Turkistonning ishg'ol qilingan bir tuproq bo'lganligini tonish uchun xalqimizning haq huquqlarining dafsanda bo'lib ketganligini tonitish uchun 14 yildan beri turmasdan biz mujodala qildik, kurash qildik va dunyo buni bir qadar tonidi. Shu tonig'ashqa Dünya Uyghur Kurultayı'nı hozir butun xalqaro jamoat Uyg'ur xalqining bir vakili deb to'nuqliq. Bu bir haqiqat hamda. Qanday bunda to'nuqliq? Xitoy mushunda deb to'nuqliq hamda. Shuningga Dünya Uyghur Kurultayı'ga hujum qilganlik. Birinin bo'lsa Dünya Uyghur Kurultayı andaq, Dünya Uyghur Kurultayı mandaq, Dünya Uyghur Kurultayı terörist tashkilot, Dünya Uyghur Kurultayı'ni uya kirgizmaymiz, biya kirgizmaymiz deb nurg'unlagan mujodala ilib bordik biz. Birleşmiş Milletler bizning oldimizda to'sish qitirishdi. Ya'ni nurg'un sorunlarda bizning oldimizda to'sash qitirishdi. Hatto xalqaro pul muomala sistemasida bizning oldimizda to'sash qitirishib, bizni go'yo bular terrorist deb ularga nima bergan gap. Shundaymi? Bizni shu tizimlikka kirgizgan gap. Dolqun Eysan Dünya Uyghur Kurultayı'nın reisini bu terrorist deb nurg'un yerlardan chiqirib etimiz deb nurg'un harakatlarni elib bordi. Buning hammasi biz xalqimizga vakillik qilganligimiz uchun, biz shu Sharqi Turkistonning davosini qilganligimiz uchun shunday qildi. Bumuz Xitoy bizni undaq ilm deb tanimadi. Asosan xalqimiz bu. Bizni nimishki Dünya Uyghur Kurultayı undaq qilmaydi, bundaq qilmaydi, andaq qilmaydi, mandaq qilmaydi deganligidan biz bayam deganimdek, biz uningdan bir ilaqa xafa bo'lib ketmadik. Onunla hoş bulduk hatta. Neymiş hoş bulduk? Dedik ki bu Dünya Uyghur Kurultayı'nın muşundak çoğun nimi kütkeşke halkımız bizge muşundak deydi o. Biz halkımızın ihtiyacından çıkışımız gerek. Şununla biz halkımızın ki muşu tankitlerini ançılayla itibarı nimaga almaslığımız gerek, eğer almaslığımız gerek. Çünkü halkımız bizden muşun nimini kütüvatı da o. Bizden muşunda çoğun nimilerini kütkeşke bizim muşunda. Xalqaro jamoat mu Dünya Uyghur Kurultayı'ni şu Uyghur halkının ki bir vakili deb to'ngan bir ahvolga keldi hozir. Hamma yerda Dünya Uyghur Kurultayı hozir. Birleşken Devletler'de Dünya Uyghur Kurultayı, Avrupa Parlamento'da Dünya Uyghur Kurultayı. Şunama? Amerika Devlet Meclisi Dünya Uyghur Kurultayı, Amerika Tashqi ishlar Ministerliği Dünya Uyghur Kurultayı. Mesela o'tgan deb biray, yaqinqi bir masala. Dünya Uyghur Kurultayı'nın reisi Dolqun Eysa Washington'a vardı. Washington veri Amerika Tashqi ishlar Ministeri yardımcılarından Alice Wells hanım bizni qabul qildi. Dünya Uyghur Kurultayı'nın reisini ve meni qabul qildi. Qabul qilib, birinchi degan gibi biz buni Twitter'da hozir men beraman dedi. O'ylab bakın, Xitoyning qanchalik noroziligini qo'zg'aydi bu. Lekin u xonim shu Dünya Uyghur Kurultayı'ni Uyghur xalqining bir vakil deb to'nig'ashqa bizdan ma'lumotni oldi. Biz ular so'zlashdik, so'zlashgandan hemen chiqib qarasak Twitter'dan chiqarib etibdi. Dünya Uyghur Kurultayı'ning nimasi bilan biz bunda kurashdik hozirda. Yani demek ki xalqaro inandikin ikkinchisi Dünya Uyghur Kurultayı yo'q deganimni o'ylab boqaylik hozir. Shunami? Dünya Uyghur Kurultayı bo'lmasa nima qilardik hozir? Birleşken Devletler Teşkilatı Uyghur halkını tonamdı hazır. Biz qanchalik yo'lmandik Dünya Uyghur Kurultayı'nın kelimesine. Bu her qanday Erkin Alptekin'nin reisligi olsun, Rabia Qadir'nin reisligi davri olsun, nimaninki Dolqun Eysa'nın reisligi davri olsun. Biz ishik minib turib, ishni urib turib, bütün ishlarni içilmagan işlerini iştirip durup, kirip durup bir yerge özümüzdenki bir Uygur boğallığımızı, başka bir millet boğanımızı, bizni Xitayning besi boğallığını, muşun tonutqanlığımız için Birleşken Devletler Teşkilatı Uygur meselesini oturup koydu. Net çıkıtım Birleşken Devletler Teşkilatı da Uygur meselesi ciddi bir mesele olup, çoğu devletler arasında talaş tartışma yol açan bir meseleye aylanıp gitti.
Yevropa Dünya Uyghur Kurultayı'nı yok hesaplan, uçağın nima bo'ladi? Birleşken Yevropa İttifakı'nı oylab bakaylı. Yevropa İttifakı neçe ketim karar aldı Uygurlar hakkında. Birinci kararını 2010 yılı aldı. Kaşgar'ınki, Konuşan'ınki yıkılışını ayıplap durup aldı. İkinci kararını 2018 yılı 10. ayının 8. günü aldı. Xitay hükümeti qattiq ayıplagan halda. Bu kararla kandak ilindi uyada. Avrupa Birliği'de parlamentoda Uygur Dostluk grubu kandak kuruldu. Aşındak biz Uygur dep durup kirip durup üyege asta Şarkı Türkistan degenini ulanın tılığa koyduk hazır. Hakikaten hem de siz degandek şu halkımız... Mesela bir adım o Dünya Uygur Kurultayı'nı yok dep hesaplan. Uçağının bulduğu yerde, kim battı yerde? Oylap bakın hazır. Bir yerde bizning halkımız da manda birinin bak. Bu Uygur manda biz mandal boğandikin mani ilaqe to'g'ri tushunish kerak. Bu Uygurlar meselesini özligidilla haq mesele qo'lga oldi. Bundaq mesele yok dünyada. Dünyada izilgan millet naiti jiq. O davası var, derdi var, milletniki sansız derdi var millet. Bu insan bir teşkilat buludu, bir grup buludu. Şu grup naiti akıllık bir şekilde ulağı nüfuz kıp durup, ulağı özünün derdini anlatıp, özünün davasını ulanın davasına aylandırışı gerek. Ne? Dünya Uygur Kurultayı'nın kılvatınız deysiz. Ne? Şu iş hem de hazır. To'g'ri, xalqninki, xalq normalda agar biz bir devlet adamları olsa, siyasetçilarni xuddi bu bilan xuddi dadisiga akilgandek har qanday narsani akilab talab qilish normal bir ish. Maytatib bo'lsin, qaqshab bo'lsin, mana ani qilpamiding, mana qilpamiding deb. Xalq nima desa mas'ul yo'q unda. Xalq yuqorini kutish kerak. Albatta. Kutish haqqi bor deydi. Ama mesele teşkillenip durup mevcut bir teşkilatını acizletiş havası berip durup oturdu. Mesela ben teşkilatninki Kurultayninki ben programdan burun alaydı kirdim Kurultayning torbetiga. Dünya Uygur Kurultayı demokratik prensipler asasida tinch vositalar orqali Uygur xalqining erkinligi, demokratiyasi, insoniyat huquqlari va Sharq Turkistonning mustaqil siyosiy kelgusi uchun kurash qildi deb nizomnomada shu bakaslarnikida. Endi biz şu besbelingan zemin işgalini sizlarni qattiq şu qilmayotdi. Men nurg'un yig'inlarni ko'ryapman, bo'lmasa sizmi bor yig'inda hozirgi yangi qurilgan tashkilotniki Salih Xudoyorim bor. Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish harakatininki. Bularning torbetiga kirdim. Sharq Turkistonning va Sharq Turkiston xalqining demokratiya, inson haqlari, mustaqilligi bizning nishonimiz. Asosiy maqsadimiz xalqimiz orasida birlik, demokratiya qimmatlari, mehr shafqatni vujudga keltirish orqali xalqaro qonunlarga mos holda Sharq Turkiston Cumhuriyetini qayta qurib chiqish debdi. Hiçbir normalde cık bir fark yok bir yerde. Ya bayan debatkanım şu. Hazır biz sizgi de dedim. Biz ne dedik hem de ulağı berip. Maksat ne bir yerde bunda alqa? Ya şu biz maksatını ufmaqlıq bir yerde. Maksatını ufmaqlıq. Biz mada Dünya Uygur Kurultayı manda bir teşkilat. Dünya Uygur Kurultayı başka teşkilatlarının çıkışıga hiç kaçan karşı çıkmaydı. Biz hazırki şaraytta bulup mu? Hazırki şaraytta halkımız yok oluş girdabıda hazır. Her kandak bir adam çıkıp halkımız için her şekilde, kanda şekilde olsun bir nimi söylese biz onu karşı alırız. Onu biz karşı emeyiz. Çünkü müştabda da bütün Uygur'un vazifesi şu buluş gerek. Keçi uxlamaslık gerek. Gündüz tuğmaslığı gerek. Hazır uxlayalımdık oylap bakın. İlaki uxlaş yok. Evet. Hiçbir Uygur uxlamaslığı gerek. Hiçbir Uygur cim tutmaslığı gerek, avazını çıkarış gerek, meniş gerek. Bununla biz her kandak Uygur'unki çıkıp bir eğiz söz kılış, nime kılışını biz karışalımız. Lakin bu teşkilatlar çıkıp birbirini birisini besip durup çıkıman degan gapni tashlab. Bu en yaman bo'lgani shu teşkilatlar ergashayotgan xalqqa nihoyat salbiy ta'sir berdi. Guman bilan qaraydigan hamma ishqa da ishimiz tugishib deb ham xalqni tushkunlashtiradigan foydasi bor bu ishninki. Biz ishning o'rnida bu ishlarning bo'lib ketyapti. Bir eğiz biz hozirgacha Dünya Uygur Kurultayı bir eğiz boshqa bir tashkilot haqida bir nima deb baxmadik. Shaxsan demadik ham. Bu nima bo'lsin, qanday tashkilot chiqsin, nima qilsin. Ular chiqayotganlar bor, yangi so'zlarni qilayotganlar bor. Masalan, unda desak gap to'lib ketadi. Hazırgıçı nerede kaldın diyen gap çıkılamdı.
Biz hozirgacha nima deb yurimiz? Hadi Mushunchilik yana harakatga akeldik, shundami? Mushunchilik ya harakatga erkin paralanish kerak shu. Davrish kerak har qanday. Ya dunyo masalan deyli Amerika kongressida mushunchilik bir qo'llash nimasini maydonga keldi. Bu o'zligidan bo'lib qoldimi hamda? O'zligidan Amerikalar chiqib, "Voy, Uyg'urlar menda bo'lib ketibdi. Men menda qilishim kerak-ya" degan hech qanday Amerikalar yo'q. Hech kim dalanmaydi uni. Shu hammasi yugurash, mengish shu Amerikadagi butun qarindoshlarniki. Masalan deyman-da, bir dunyo Uyg'ur qurultayini deb turishning kelimasi yo'q. U yerdagi butun qarindoshlar u yerda nima qildi? Ammo dunyo Uyg'ur qurultayining bir haydakchiligi bo'ldi. Oldin qadamida mangan dunyo Uyg'ur qurultayi bo'ldi. Oldin qadamida mangan dunyo Uyg'ur qurultayining odamlari bo'ldi. Biz hamda shu oldida yurganlar bizlar hamda shunami. Deylik Dolqun Aysa birdan Birlashgan Davlatlar Tashkilotida, birdan Yevropa parlamentida, birdan Amerika nimasida. Bizning bu nimamiz shunchalik hamda. Har kun biz Amerika nimasida, kongressida, u yerda, Tashqi ishlar ministrligida, u yerda bu yerda yurib, bu yurish nima deysiz? Mushu odamlar unutqanmi so'ng? Ha. Har kun berib, har kun deb turmasak bu yerda. Bular unutqaldi. Ularning ishijaq ularniki degan. Shunami? Bu nurg'un enerji, nurg'un nima ajr ketgan gap bu ishqa. Xalqimizni shu tunutish jarayonida biz nima deymiz hamda? Biz u hozirgacha bo'lsak, bizni Xitoy izyapti, mundaq qilyapti desak, u yerda bizni shu insonlar biz o'zimizni tunutimiz-ku, ha? Bizning kim bo'lganligimizni demamdik biz ularga. Biz Xitoyning besib olganligini demamdik ularga. Demay turib qanday da'vo qilamiz? Xo'sh. Buni endi bu mushundaq qilib bular manda demabdi. Manda demagandiki biz manda deymiz degan nimalarda qarindoshlarimiz chiqsin. Biz hech qanday hech kimga nimamiz yo'q. Biz oldimizga qarab bizningki g'oyamiz shu. Biz dedik o'zaro dunyo Uyg'ur qurultayining rahbarlari biz yig'in ochdik, nima qildik? Biz hech kimni bir nima demaylik qarindoshlar. Biz qo'limizdan kelgan ishni qilib, hozir undaq vaqtmi yo'q bizga. Undaq vaqtni xajlash xiyonat. Boshqasiga, boshqa Uyg'urga qarshi chiqib turib, vaqt xajlash hozir xiyonat. Bir har qanday vaqtimizni, har qanday minutimizni, sekundimizni Xitoyga qaratishimiz kerak. Sen hech kimga qaratma, boshqa Uyg'urga qaratma, Xitoyga qarat. Xitoyga qaratsang, uning masala yo'q. Bizningki nimamiz shu, biz dedik biz ilgirlab mangayverayli, qolgan hukmni xalqimiz berdi. Biz hech kimni ya andaq demaymiz, ya mandaq demaymiz. O xalqimiz o'zi hukm basmira. Hukmni beryapti xalqimiz hamda. Xo'sh, xalqimiz unda jim bo'lgan bilan hamma nimani sezib meninglar. Bir vaqtliq biroz bir qaymoqish bo'lishi mumkin xalqimizda, ammo xalqimiz nayt o'shar bizniki. O xalqimiz kimning nima qilayotganligini, qanday qilayotganligini o nayt yaxshi hukm chiqara oladi uningda. Shuning xalqimizniki hukmimiz ishimiz. Xo'sh. Amerika kongressiga sunilgan ikki qonun loyihasi haqida biroz to'xtalsak, ham mushu sizlar sunilgan bu hozirgi saqlab turilayotgan bu qonun loyihasi bilan bu yangi qurilgan tashkilotninki o'z vaqtida imzo to'plash faoliyat qildi 100 necha ming kishilik. Bularning bir narsani imzolatimiz deb turdi. Farq qilmay ayirma kirdinglarmi? Nima ish bor o'rtada? Ya bu yerda hech kim bu qonunni ya biz tuzmadik, ya boshqa birisi. Bu qonunni tuzib o'tda biz albatta uzun yillardan beri şu Amerikadagi faoliyatchilar, uzun yillardan beri faoliyat qilib kelgan bütün odamlarningki g'oyasi, maqsadi, orzusi shu hamda. Amerikada Tayvan qonuni bor, nima? Xo'sh. Tibet qonuni bor. Mushunga o'xshash Uyg'ur qonuni bo'lishi kerak. Chunki Uyg'ur Tibet qonunininki chiqishi bilan Amerika hukumati Tibetlarga ega chiqishdi. Shunami? Tibetlarga birinchisi Tibet masalasi Amerikaningki siyosiy Xitoy bilan bo'lgan bütün munosabatlarida nimada kun tartibidagi bir masala. Buni boshqa hamda iliq biz bayam dedim-ku, biz hozirgacha yuguryapmiz. Bir kun iliq ishni o'chib qo'ymaymiz-da. Davomli berib turishimiz kerak. Bu hozirgacha to'xtab turaman. Bunda bo'lgandagi sabab chunki ashundaq bir qonun yo'q. Yo'qligidan bo'lyapti bu. Agar shunda bir qonun chiqsa, bu davlatning o'zi uningga mukallaf bo'ladi hamda. O'zini bir vazifasi bo'ladi. Chunki Tibet qonuni bo'yicha Amerika hukumatı
Amerika Tashqi ishlar ministerligi Tibetda bo'lib atgan voqealarni davomli kuzatib turish majburiyati var. Amerika Tashqi ishlar ministerligida Tibetni shunda kuzatadigan alayida bir department var. Alayida bir sho'ba var. Buni Tibet coordinator deydi. Onunki o'rni Tashqi ishlar ministri yordamchisi darajasidagi bir o'rin hamdi. Yuqori darajadagi o'rin. Qo'lida necha adam ishlaydi buniki. Onundan bu nima? Her yıl doklad qilib Amerika hukumatiga, Amerika kongresiga bu dokladlarni sunadi. Ondan Amerika kongresining her türlü Tibetninki milliy kimligini qo'g'dash, ijtimoiy nimasini qo'g'dash shu jihatdan nurg'unlagan yordam nimalari bor. Agar unda bir qonun chiqib qolsa albatta Uyg'urninki taqdiri o'zgaraydi Amerika nimasida, siyosatida deb. Shuningga nurg'un zamondan beri umid qilib kelgan bir qonun. Bu qonunni masalan 2018-yili o'ttir qo'yildi. Senator Marco Rubio, Bob Menendez, birisi demokrat, birisi cumhuriyetçi hamdi. Marco Rubio, Bob Menendez demokrat, onun ikinci Chris Smith degan cumhuriyetçi. Bu Marco Rubio ve Bob Menendez Kengeş Palatası'dan, Senat'tan. Chris Smith ve Tom Suozzi degan nimedin? Bu Avam Palatası'dan. Bula Avam Palatası'da ulasındı, Kengeş Palatası'da ula ötken yılı, 11. ayda. Sonundaki bu o kongresninki bir müddeti boludu. Müddeti toşup ketkeşke o kongreste bommadı. İkinci kıtım kaytıdan sunuldu diyemdi. Yeni kongreste. Sunuldu diye hazırgıça bu nimede 59 nimege çıktı dep anladım ben. Yakın Türkiye'ye gelgendekin kömüdüm. Telefonda şunda dep anladım. Senattım o 29 senatör kol koyup oldu bununla. Hem bununki elbette bu öz taraf turuk menip ketadigan bir kanun emas. Çünkü bir yerde her kanda nurgunluğun toskunluklar var. Bizninki birincisi sanımız naydı az Amerika'da. Çünkü bu senatörlerini mecburlaydıgan, senatör biz matarapten özümüzün teşvikatını kılımız, barımız, körüşümüz, ulanı kayılı kılışıga bizning ming işimiz bile o senatörünün özünün saylangan rayonundan bir adamninki onun telefon kılışı aşının öyle tang olur. 100 ketim biz basak, rayonundan bir adam telefon kılıp ma kanunu sen kubul kıl dese, kubul kılışın kerek, ben sana o avaz vergen adam dese, onunki sözü tekim oyla eğir olup gitti, hem de eğirliğe çık olurdu. Çünkü o sayılgan adam hem de o senatörünü. Şununla o özünün sayılıqçılarga yaman ehmiyet verdi Amerika'da bu senatörler olsun, Avam Palatası azaları. Şunda bu bizning azlığımız bu nimeni biraz aslı menişige sebep bo'lgan bir nima. İkincisi, ondan biz nima qildik? Şununla bunun nimesini küçeytiş için Amerika'daki barlıq Uygurlar, mesela başka Amerikalılarni bununla teşvik qildik. Sizler berip şu ne berip ondan sözleşke başladık. Üniversite bağımı, institut bağımı, çirkav bağımı, miçit bağımı hem ya bu butxanı bağımı yani muşundak yani ki ya koymadık hem de sözlep. Bağa yerimizde deydiğen gipimiz Amerika'da iki kanun layısı var. Şu kanun layıları bulağı derdimizden anlatımız yana. Biz ne mi kıpireleyimiz deydi. Nima bu kanun layısına işçi? Hem de bayam deginimdek bu Tibet kanun layısıga o'xshash birincisi deyli. Hazır hem yani bir nima deb hazır iki kanun layısı var dedik. Birisi bu Uyghur Human Rights Policy Act deyildi. Bu sebep Marco Rubio, Bob Menendez tarafından. İkinci kanun layısı var. Uyghur kanun layısı deydi bunu. Bunun kelimesi oturup koyul kim tarafından oturup koyuldu? Ted Yoho bile Brett Sherman bile Ted Yoho oturup koygan hamdi. Bu iki kanun layısı yani bir bunun asla menip kelişinin sebebi iki kanun layısı bu qalğanlığı bir yerde. Şimdi bu nimeler devlet meclisi azaları
va kongressmenlar, senatorlar bu qaysi birisiga ovoz berish nimasida biroz qaymoqib qolganlik bir nimasi bo'ldi endi. Chunki ikki qonun loyihasini biz qo'llaymiz endi. Chunki biz ular bizning uchun chiqargan qonun loyihasi shuning uchun butun kuchimiz bilan qo'llaymiz ikkilisini. Ammo ikkisining orasida endi hamma nima o'xshab ketadi bir-biriga, ammo o'xshamaydigan bir qism yerlar bor endi, o'xshamaydigan endi. Masalan, o'xshamaydigan yeri desak, o qonun loyihasida, masalan, Uyg'ur qonun loyihasida texmi kuchlik iliqi shartlar o'tirib qo'yilgan gap masalanda. Masalan, bu zimin besvelingan zimin. İşğalasızlık. Bundaq nima gap yo'q edi. İşkilisi yo'q. İşkilisi yo'q bunda. Hozirgacha bundaq gap yo'q deb. Bu qonun loyihasining nimasi hozir o'sha Uyg'urdagi hozirgi vaziyatni ko'zda tutib turib chiqarilgan qonun loyihasi bo'lg'ashqa, u nimaga u iliq bosqichga tex kammi deyamdi. Bu yerda iliq bu nimaga kelinmaymiz. Hatto biz deylikki, birinchi qatim o'tirib qo'yilgan chaqda Şinjan kishilik huquq qonun loyihasi deb chiqarilgan endi. Tushunami? Voy bu Şinjan desang bo'lmaydi, bu degan bizning xalqimizniki nimasiga to'g'ri kelmaydi deb ular bilan so'zlashib, uni Uyg'ur qonun loyihasiga o'zgartirdik endi. Hamma ishlar bosqich bilan mangdi endi. Birdilla bular sizga unda nimani chiqarib bermaydi endi. Bayam degandek bosqich bo'lishi kerak. Tibetning ma'qullangan qonuni ularning ziminni masalan Tibet. Ya undaq gap yo'q u yerda. U yerda undaq yo'q. Undaq nimasi yo'q. Tibet besilingan qonun nima? Besilingan zimin deb qaramaydi. Qaramaydi. Endi uningda iliqi ammo Tibet nimasida biroz uch nima bo'lgan, nurg'u yerda iliqi ba'zi chiqarilgan qonunlarida bu Tibet albatta besilingan zimin degan nimalar bor Tibetninki ba'zi qonunlar. Ammo biz Tibet bilan bizningki vaziyatimiz o'xshamaydigan yeri Tibet 1980-yildan tortib Amerika Kongressiga kirib bo'lgan bir masala. Bildingizmi? Biz texi yeni bu yerga bilyapmiz. Dal mishada masalan nima uchun o'xshash bir Xitoy besib olgan zimin Tibetmi? Mushu o'tganda masalan eng dunyo qurultiniki mushu usti bo'lgan yillarcha dunyo qurultini boshqurgan Rabiya Qodir xonim. Mushu masalada mushu jiddiy xalq o'rtasida talash-tartish ig'ir kelib chiqdi. Masalan, buning besilib qilishiga Tibetlardek bo'lmasligimizga shu o'z vaqtidagi shu narsalarni u narsa jarayon uzun hamda Ömer Qanotga bergandim, uning kendi katibimga bergandim. Shu besilib qilib uning kendi yo'qolib ketdi, qaytirib akab berdisam uni unutib qoldim, men kompyuterimni yutib ketdi degandek. Buni xalq anglash uchun normalda bir xalq anglasa, chuqur bir ish bor ekan. Bu tashkilotning ichida Xitoyning odam bo'lmas, bunday olmaydi degan gap chiqib berdi. Ya mendaq bir gap bor. Mishada ya'ni yaxshi gap qildingiz bu shu savolni. Bu qonun loyihasi degan u bizning qo'limizda bo'lib yo'qolib ketadigan birdan bo'lmaydi. Bu qonun loyihasi degan mana hozir ko'ryapsizlar-ku. Kongressda senatorlar tarafidan yo kongressmen tarafidan suniladi. U qonun loyihasi degan uning bolasi bo'ladi. Uning asiri bo'ladi. Shuning uchun u nimani mening qo'limga yo sizning qo'lingizga berib qo'yib qarab o'ltamaydi, u yo'qolib ketami bormi deb. Uningki hisobi u qonun nimasi tarafidan so'rildi. Ham bizningki nimishki biz Tibetga o'xshash unda qo'llashga erishanmaganligimizningki nurg'un sabablari bor. Bu yerda. Birinchisi biz Uyg'urlarningki Amerikadagi mujodala tarixi nayt bir qisqa bir tarix, ya'ni uzun bir davriga ketmaydigan bir tarix. Birinchi, ikkinchisi nayt Amerikada bizning oz bo'lishimiz. Tushundingizmi? Texim o'sha 2009-yildan keyin biz u yerda nayt ko'p ovishga boshladik hamdi. Vatandagi qarindoshlarimiz bolalarini o'qishga shu bahona bilan u bahona bilan Amerikaga chiqarish orqali u yerda hamda bizning sonimiz hozirmi texi hamda bir 5000 ga bodi deb o'ylaymiz Amerikada. Xo'sh. 5000 ga berish bo'lgan bo'lsaqmi, bizningki u yerdagi siyosiy kuchimiz, siyosiy aktivizmimiz boshqa millatlar qarag'an chaqda nihoyatda ustun hamdi. Biz boshqa millatlar bizdan so'raydi, siz bilarda qancha 100 ming odam deb masalanda. Biz 100 ming emas, 10 ming emas, belki bir 5 ming odam deymiz. Undan keyin har qanday kongressmenga birinchi berib siz bizning dardimiz yomon jiqamdi. Ya'ni masalani anglatish uchun har qanday kongressmenga borsangiz siz eng birinchi bo'lib so'raydigan savol sizdan sizlar qanchalik odam bu yerda deydi. Nüfusinglar qanchalik deb. U birinchi bo'lib o'zininki saylam nimasini
o'ylaydi. Shunama shuning uchun sizdan qanchalik adam deb so'raydi. Şunu biz da 10 ming 5 ming deb burun 5 ming mi yo'qdi hamdi 5 ming yo'q chaqdim 5 ming deb qo'ydik. Hozir 5 ming desak o bichara Uyg'urlar deydi. Har qanday hamdi. Mushunchalik ozmi bu yerda debdi. Jiqroq bo'lgan bo'lsanglar biz mundaq boshqa ishlarni mundaq qilatdik deydi. Chunki ular o'zining saylam nimasidan uni muhim deb qaraydi. Shuni aşı deb qo'ydi. Uchinchisi iqtisodiy nimaga ega bo'lmaganligimiz bo'ldi bu yerda. Bizniki. Üçüncüden ana dedik muşu şartlar. Ondaki yana birisi hem de Müslüman buluşumuz oldu. Bu mu takaştı? Bu mu takaştı hem de biz. Çünkü her yer berip hem de uyada Amerika'da bulup mu bu şey nemeden ki 11. September'den kim bizninki vaziyetimiz bek iğirlaştı uyada. Bizge nim buluvatkan bir teşkilat terörist teşkilat tizimleriga kirgizildi. Onun dikin balla berip bizning balla tutulup berip apırıp Afganistan'da Guantanamo türmelere koyuldu. Bunda bo'lgandiki şu nimalar arasında bizning adamlar bo'ldi. Birinci bo'lib Amerikada tonuşqa başlaganimiz yaman bir isim bilan tonuşqa başladık. Gerçi aqlansak mı? Gerçi aqlansak. Ahirde aqlandı. O nimamda ikinci mesele bo'lib qoldi. Çünkü baştaki nimada aşı nima çoğun zarbi verdi. Biz o çağda biz endikin Xitay hükümeti 4 teşkilatını terörist teşkilat deb ilan qildi. Mesela deydi Şarkı Türkistan İslami Hareketi, Dünya Uygur Yaşlar Kurultayı, Şarkı Türkistan İnformasyon Merkezi, Şarkı Türkistan Azatlık Teşkilatı. Bizler o teşkilatların hemmisi bilan münasebet kurgan adamlar bo'lgandiki, u yerda nurg'un hesaplarni berish majburiyatida qoldik. Ularni tushundirish majburiyatida qoldik. Ya biz bular bilan hech qanday munosabatimiz yo'q, bu Xitoy yolg'on da'vatida, biz manda tashkilot. Bir davlat buni manda deb o'ttirib qo'ygandiki, biz shaxslar berib uni rad qilishga tirishdik. Buni xalqimiz yaxshi o'ylashi kerak buni. Qanday qilib buni bular ag'diradi bu nimani? Nurg'un ish ketdi bunga. Nurg'un mandoq, nurg'un materiallar berdik. Mashunda qilib, ashunda minib yurish orqali bizningki u odamlar bo'lmaganligimizni Amerika hukumatiga, xalqiga antaldik oxiri. Shuningdek, u Guantanamo'da tarjimonlik qilgan bolalar berib, nimalar berib, ular u yerda da'vo qildi. Bular bunday emas, manda deb. Shu orqali Guantanamo'dagilarning aqlanishidimi u tarjimonlik qilgan kişilerin rolü oldu. U yerdeki Uygur cemaatinin çok rolü oldu. U yerdeki Uygur cemaatini köydü. Hatta Guantanamo'dakilerin ki sotu bo'lgan çağda bütün aşağıdaki Uygur cemaati berip biz sotlarda oltadık. Kiyimlerimizni kiyip oynadık. Biz bu insanlarımızga iyi çıkımız. Biz mana meyada mandak işlep baş tölavatkan kelgenden beri hiç qaytaq birisimiz bir cinayetke u yerda kirip kalmagan, aralashib kalmagan. Mushundaq pakiz ama şu devletin grajlarını bulup yaşavatımız, bu halkımız ne? Bizgi belsanlar, biz bularını yana bizdek insanlar qilib yetiştirip çıkımız bir yerde. Sizlerge hiç qandaq tehdit etkenmeydi deb, hemmimiz berip şularını qoğdaş üçün şu sot mahkemeleri de Rabia Hanım'ı başı yerde başladık. Oltadık hemmimiz. Onun dikince ahirde o halkımız, şu davatman bu nimeler bizninki nurgun nimelerimizinki ahir çiğinişe sebep oldu. Hatta şu çağda biz şu Nuri Türkel Uygur Amerika Cemiyeti'nin reisiydi. Muşa hazırki Birleşken Devletler Teşkilatı'da Xitay karşı gap qilgan o'tganda Kelly Carey degan hanım. Şu hanım bile gapleşip, şu hanım Tibet kanununun çıkışında nayt çoğun rol oynagan hanım hem de. Biz berip dedik, biz Uygur bir kanunun çıkarsak, qanday qaraysa deb degan chig'imizda shu chaqda dedi 2004-yili. Hazır bu meselelerde belki şansınla sizlerinin nayt az. Çünkü hazır mandak nimi buluvatıdı. Uygurlar mandak terörist deb ataldı. Muşinimi hazır. Sizler muşinimilerini yoqtıştırışanlar dedi. Xitayning muş teşvikatı karşı durup Amerika halkını, Amerika hükümetini muş sizlerinin özlerinki bir terörist emas, terörist kurbanı bo'lgan bir millet deb tonutıştırışanlar deb. Biz aşındaq bir strateji bile, aşındaq bir hareket ilip beriş arkalık Amerika halkı, Amerika hükümetiyle, Amerika'daki kongresdeki adamlarga özümüzün terörist emas, belki terörist, devlet terörünün kurbanı bo'lgan insanlar bo'lganligimizni ko'rsatdik. Şunun da bizni hazır
hökumət adamları bilan görüşümüz, bizning gapimizni anglaydi. Nurgun kişiler. Bizning o yani Unda deb qaramaydi. Şununla Uyghur meselesini bir yerde Tibet'le bile arlaştırmaslık gerek. Çünkü ulanınki birincisi uzun zaman bo'lgan gap, ikincisi nayt adimicik bo'lgan gap. Çünkü Dalayla olan nüfusu. Nüfusu mojek, ondakin o'qumuş adimicik bo'lgan gap ular. O'qigan odamlar. Çünkü dalaylama shu necha yillardan burunla yana onu desek, yana bizning burunqi liderlarni ayıplaydi. Nima biz ular avatmabdika o'quvchida. Ama o çağda o bizden liderlerinki hukukçu evet olgan nimesi yok, imkanı yok bu yerge. Çünkü bula Tibet'ninki dalaylama mesela bütün hazinesini ilip çıkan gap Tibet. Tibet'e hazır daramsalağı basınız, ötkendeki bir programda mı dedim, daramsalağda bir müze var, kirip karısınız hayran kalırsınız. Çünkü Tibet'nin kaçkan çağda dalaylama bütün aşı müzeyimdeki Tibet Müzeyimdeki bütün eserlerini birle elip kaçkan gap. Bütün Tibet'teki hazinedeki varlık pulunu, uyadaki mal mülkünü birle elip kaçkan gap. Hindistan'a çıkan gap. Andaki Hindistan hükümeti o Dalai Lama'nınki alayida bir dini rehber buluş sebebinden şunu gözde tutup hem Xitay bilan bo'lgan münasebeti belki onu gözde tutup Jawahirlal Nehru onun alayida bir status bergen gap edi. Belgendeki Dalai Lama şu nimeden faydalanıp adamlarını evetip nime devletlerde okutkan gap. Okutkandaki ula yetişip ama şu şart bile şu Dalai Lama dini rehber bo'lgandaki her kandak Tibetlik'e gipini ötküzeldiğin gap. Bildiniz mi? Tamam. Sen berip okuysa, sen meyada turup işleyse, okunup tüketkenden keyin sen meyada turup işleysen de. Biz adamlarımızda berip okutuşunun ki nimesi o taraf tutsun, berip ularını meyada tursamız, meyada okuysa desek, okugan yerden çıkıp başka yerde işlep yügen işlep oldu Türkiye'de. Şununla hem bir yerde Tibet'ninki bir authority battı. Bir güç battı Tibet'ne yılgını kıldığı. Şununki emre aslında, şunun buyruğu aslında, şununki bütün belgen talimatlar aslında hareket kılan Tibetlik, mundaq bir şaraitini özgü yaratıp algan gap. Bular üniversitelerde bütün okuvchilar. Tibet hareketi üniversitelerden başlagan gap. Okuvchilar şu hareketini Tibet'nin şu üniversitelerde başlap, okuvchilar arasında bunu kengaytip, bu okuvchilar hizmetki çıkkanda keyin hizmet yerlerinde onu kengaytip, şunday qilib Tibet meselesi tüvendin yuqorga ko'tarilgan bir mesele bo'lib chiqqan. Xalq tarafidan qabul qilingan, xalqning besimi bilan hukumatni harakatga keltirgan bir mesele bo'ldi. Ama Uyg'ur meselesi yuqoridan tushdi endi. Biz xalq bilan u yerda munosabat quramiz. Çünkü nayt az, işlegan yerimizde qolamiz. Shuning bilan bizning ko'rishadigan adamlarimiz, hukumatda ishlayotgan adamlar, ya rahbarlar shular bilan bir kurashgandan keyin ular to'nidi ham deb. To'nigandagi yana bir qiyinchilik nima bo'ldi desiniz? Ammo xalq buni butunlay qabul qilgandiki, qabul qilib mangandiki, uni yo'qolmaydi ekan. To'g'ri. O rahbarlar qabul qilgan nima yo'qolib ketishi mumkin. Chunki u rahbar bugun bor, ati yo'q. Ati yo'q oldi. To'g'ri. Ishki aran bir kongressmenni toza bu ishga akirib buningga harakat qilsa, yana bir saylan bo'ldi, o kongressmen chiqib ketgandiki, yangi kongressmen keldi. Kelganda uningga qaytadan berib u masalalarni nima qilib tonishish majburiyati. Shuningga bu Uyg'ur masalasini, Tibet masalasi nimishki bundaq, Uyg'ur masalasi nimishki bundaq bo'lib qoldi degan nima. Ammo hozir alhamdulillah şükür desek oldu. Burun hatta Tibetlikler biz birle iş qilishni qochadi. Bu bir haqiqat. Çünkü Uyg'urlar bizning sayemizde, bizning ilqinimizda talashni xohlaydi, o chapinimizda bular. Nega olsak bularmi gapini qilib olmoqchi biz bilan birga deb. Biz bilan gapning ochiq hamdi bu. Ular biraz ish qilmaslik, harakat qilib ketmaydi biz bilan. Hamda hozir bizning masalamiz o'ttirga chiqqandan keyin bu Tibet teşkilatları mı, Xitay teşkilatları mı, nega bo'lsa bizning gapimiz bo'lgandiki, ulamaylik meselesini bizning gapimiz bo'layotgan yerda u meselesini men bu meselemni tushuntirib olaman deb bu ishni biz bilan nima qilgan bo'ldi? Biz birga ish qilaylik, shu qilaylik deb. Bo'lmasa biz ularning oqisi yurgan hamda. Bu mushu agarda qonun loyihasi tasdiqlanish ehtimoli qanchalik? Agar tasdiqlansa qanday bir Uyg'ur xalqiga qanday bir yangiliklarni olib kelmoqda?
ehtimollığı var albatta buningki tasdiqlanish ehtimollığı var. Unda desam o xalqlar birdamda menga nima yezib ketibdi sen ehtimollığı var depsa bu manda hozirgacha manda turdi nimishki bunda deysan deb. Amsa ehtimollığı yo'q deymi deb yetib qo'yadigan tas qoldim endi. Ehtimollığı var albatta xalqimizga bu umidni berishimiz kerak. Bu hozir hamda ikki qonun o'tgan kelmasdan burun bir email keldi ko'rdim uningda yozibdi shunda ikki tarafning odamlari kelib so'zlashib o'tibdi ikki qonunni birlashtiraylik deb endi. Xo'sh. Birlashtirgandan keyin bu nima albatta qabul qilinish ehtimolliği yuqori deb qarayman. Chunki birinchisi har ikki partiyaningki odamlari buningda ham fikr hamda mo'shuni qabul qilishni mesela. Uningdan keyin kongressdagi kuchli rahbarlarning hammasi buni qo'l qo'yib qo'ygan gap bu qonunga. Ama bunu deb jim o'ltirishga bo'lmaydi. Nurg'un harakat qilishimiz kerak. Bunda biz rahatlab uyda o'ltirib qolmadik. Har kun shu jugrab yuryapmiz shu qonunni texmijik kongressmen topayli texmijik senatorna qo'l qo'yaylik deb. Endi qo'limizdan kelgan hamma ishni qilyapmiz. Boyanmi deganimizdek budistlarni olib bordik. Bizningki qonunni qo'llab qo'l qo'yish uchun xristianlarni olib bordik. Musulmonlarni olib bordik kongressga. O'tgan hafta masalan Yahudilarni olib bordik aslan. Bunu so'rayapman hozir masalan. Yahudilarni olib bordik. Bular shuning uchun ya'ni bu yaqinda deyishning nimasida cheslosini bilsam bo'ldi. 6-oyninki 12-kuni u yerda bir kun biz advocacy deydi. Lobbychilik kuni hamdi bu. Aldığımız 6. 6-oyning 12-kuni. Boshqa shtatlardan Uyg'urlarni akilib Washingtonda ularning o'zlarininki shu yashayotgan rayondagi senatorlardan yo kongressmenlardan randevu elib, vaqt elib, shu kelib butun shu guruhga ayirib bularni 30-40 Uyg'urni akilsak yaxshi bo'ladi. Uningdan keyin musulmonlardan, musulmon yoshlar, hozir yoshlar musulmon yoshlar o'kini kelib bu ishni qo'llaydiganligini deb ketdi. Kelib shu kuni biz kelib necha 100 yosh kelib bu yerda hamkorlashimiz sizlar bilan deb 6-oyning 11-kuni oqshomda yig'in ichib qandaq kim nima deydi, qanday guruhlarga ayrilamiz, shuni nima qilmoqchi. Shuni tayinlab olib, shuni bekitib olib, undan keyin ertasi kongressda shundaq bir cho'ng bir lobbychilik faoliyatini ilib boramiz deyapmiz. Qo'limizdan kelgan hamma ishni qilyapmiz. Ikkinchisi undan keyin 6-oyning 19-kuni musulmon tashkilotlar u yerdagi Amerikadagi musulmon tashkilotlar bilan nihoyat yaqin hamkorlashyapmiz. Musulmon tashkilotlar u yerda bir lobbychilik kuni o'tkazmoqchi. Biz bilan hamkorlashgan holda hem musulmonlardan hem Uyg'urlardan adam akilib, yana shunda lobbychilik hareketlerini elib berib, har qanday qilib bu qonunni chiqaramiz deb tirishyapmiz. Xalqimizningki mushunimida chiqadi ekan degan umidni bo'lishini arzu qilaman. Xo'sh. Inshaalloh o'shiq bo'lishini umid qilamiz. Biraz dediniz şu Dünya Yahudi Qurultayiniki qancha kuchi bor, nima uchun bizga yordam qildi degan bir savolim bor. Çünkü şu Facebook'ta 8-sidan şu Dünya Yahudi Qurultayiniki bosh katibi Doktor İsrail Singer bilan ko'rishib rahmat aytibsiz. Bular ataytın New York'tan kelib, masalan, o'qibdim Washingtonga. Sababdan boshqa Amerikada masalan Yahudi yozuvchilar bo'lsin, biz pat xabardan berib turyapmiz. Bular Uyg'ur masalasini ve kun tartibga olib kelyapti demasin. Bu shaxs bir gap qilsangiz. Yo'q, bu hamda bunday kelib qolganli bir ish emas. Albatta nurg'un izlanishlardan keyin o'sha chunki bilasiz Amerikada Yahudilarningki o'rni nayta yuqori hamda siyosiy jihatdan bo'lsin, iqtisodiy jihatdan bo'lsin. Undan keyin qurultay eng kuchli mi? Dünya Yahudi Kongresi en kuchli tashkiloti bularniki. Dünyadaki bütün Yahudilarni vakillik qilgan bir tashkilot. Ondan keyin bizga ega chiqib nurg'un jihatlarda ega chiqayotganlarmi mushlar. Chunki nima ishga bular ega chiqyapti deb haqiqatga buni o'ylab qoladi ekan. Chunki bularning beshidan mushunda bir qirg'inchilik o'tgan gap. Ikkinchi dunyo urushida lager masalasida masalan concentration camp degandiki, concentration camp shu chaqda Yahudilarni so'lagan nima concentration camp deb atalgan.
Onun için üyede şu yazılgan şuarlarımı okşaydı ki Xitayning yazgan şuarları. Eğerdeki Germaniyadaki Yahudi lagerlerinde yazılgan dervazda yazılgan şuarlar Xitaydaki bazı kamplarda, şu lagerlarının ki dervazda yazılgan gibi. Üçüncüsü endikin müşahede buluvatkan işlerini bulan ayeti körüp bu çünkü hazır bütün dünyaya halkının kolunda malumat var. Nim buluvatkanlığı inek uyada. Bir kırgınçılıkның ki elip berilatkanlığı. Bir kırgınçılık bütün insanların elake kırıp taşlanış nimesi emez. Kırgınçılık degen şu insanların ölüşü, şu milletin yok edişi, o bir etnik grubunun ki bütünley yer işareden elake yok edişiğe şeraitinin yaratılıvatkanlığı inek uyada. Şunun için bu genocide, hakikaten kırgınçılık hem de bu. Bu kırgınçılık aş concentration camp buluvatıdı. Muş concentration camp degen hukumunun özü Yahudilarni bir silkip etken gap mundaq. Bu nim buluvatıdı o. Çünkü şu 2. Dünya uruşudan Yahudilarni şu lagerlardan kutkazgan çağda bundaq 2. qitim bundaq kırgınçılıkka yol koymaymiz dep xalqara cemaat bununla söz bergen gap, va'da qilgan gap. Never again degen nimasi bor. Ama never again degen yani again bu kısatında hazır. Happening again. Bunu Yahudi naiti çoğun ataqlıq Yahudi yazarlarının özü bunu yazdı. Hatta Applebaum degen bir ayal Polşada. Naiti nimi bir makale yazıp özünün makalesi da hazırkı şu nimini lagerlarni şu 1930 yıllardaki Germaniyadaki nimige oxşatkan gap. Hatta bazı Yahudiler bazı nimilerde bunu texmi iğer bu degen. Hazır Xitayninkini texmi iğer dep. Çünkü nimiş ki texmi iğer degen çağda Yahudilarning şu çağdaki kırgınçılıklarda en yukarı pelligi yetken çağda concentration camp'tiki aşı lagerlardaki Yahudi sanı 700 bin ki. Hazır bolsa haberler qaraganda 3 milyon adam nima Yahudi ne çıqa 4 qatı o niminiki raqamning 4 qatı mı oşuq. Onun ikinse Yahudi bazı yazarlar bu kamp içinde buluvatkan işlerini özünün şu devredeki aşı Nazi kampıda boğan işlerinin opma oxşaş ikeldigini oturup koyan gibi ispatlap çıkan gibi. Birincisi bayan ben özümüzden söhbetimin dep öttüm. Hatta o birincisi ten hareket nimesi. Üyede cügret edik ya. Hoş. Bu lagerlarda cügretken gibi insanlar. İkincisi üyede Yahudici sözletmeydik ya. Üyede Uygurcu sözletmeyen gibi. Nurgun nimelerini seliştirme arkalık bununki oxşaş şu devredeki kemke oxşaş geldiği concentration kemke bunu ispatlap çıkan gibi. Şunun için Yahudiler ilaka muşu cihetten bula ilaka ilgi çıkıp git bardı bununla. Hey bizning beşimizi kelgen nime qaytadan başka bir milletning beşe kelyapti o. Biz aşıl çağda başka milletler bizni qutquzish uchun shundaq piyokarlik qilgan. Biz mi hazır bu tarihi vazifemiz bularni qutquzish uchun biz harakat qilishimiz kerak. Bizning kuchimiz var hazır deb şunu bilan nurgun nimalardan kim bu adam bilan o'tgan ayning 29 kuni aprel ayning 29 kuni New Yorkda Dünya Uyghur Kurultayı'nın reisi Dulqun İsa bilan bilib köreşdik bu adam bilan. Köreşip vaziyetini anlatsak bu adam ilaka naiteylik işinip ketdi. İşinip ketip uyada degen gibi men nima qilib bera alayman dedi birinci. Sen dedik birinci qilib beradigan ishing müşazir qonun var. Yahudi teşkilatları, Yahudi her qaysilik nüfuzluq shaxslar mush qonunni qabul qilish uchun bayonotlar e'lon qilsa ya sen berib mishada bir ilaka kongresmenlar bilan ko'rishib ularning mushu qonunni qabul qilib mush qonun qo'l qo'yish uchun bir harakat boshlasan bu boshqa Yahudi shirkat nimalarini teşkilatlarını harekatga o'tkazadi keltiradi shuningga bir berib shuni bir mushundaq bir lobbichilik harakat qilsa mushu bizning birinchi talabimiz mushu desak bu anandikinza buningki yana bir nima o'ttirib qo'ygan nimasi hamda bu dedi buningga Yahudilarni butun dunyoni harakat keltirish uchun bir hujjatlik bir film tayyorlaydi debchi
Bu hüccetlik filmi naiteylik atağlık bir rejissör, direktör tarafından tayarlanış gerek dep, şundak bir 20 minutlik dedi bir hüccetlik film tayarlayıldı dep. Şundaylık vədilərini bəgən, birinci vədisi de naite turup ötməşi bir gün aval akşamda bana telefon qıptı. Ətli ki mən Washington'a kelməkçi Uygurlar üçün dabiçilik qilish üçün dep. Dendi ki, kelib 7 adam bilə birlik keldi bu. Yardımçıları bilə. Kelib 9 kongresmen bilə köreşdi. Bir gündən işledi de əmdi. Ətdigəndin akşamgıça ilə fəaliyyət edib badı. Onun ikinci yani Taşkı İslam Ministrinin ki adamları bile köreşti. Körüşüp şu Uygur meselesini hareket keltiriş, tezden ötüşü için bütün gücü boyunca üyede lobbyçilik kıldı. Başka Yahudi nimellerini mi hareket keltirip mesela Washington etrafında 30 Yahudi sinagogu var ki. Bu sinagogga her şembe günü mesela naiteyle Yahudinin çoğun adamları kildi sinagog degen ulanınki ibadethanesi. O sinagogda Uygurlar meselesi nime buluş gerek tabi Yahudiler hazır aşı sinagoglarda Uygur meselesini tanıştırış için hareket ötmek cemdi. Bu nime bolsa naiti bizninki ma kanununki kabul kılınışı, kongresmenlerinki cık miktarınınki kol koyuş için bu naiti çok bir heydekçilik hareketi oldu. Onun için rahmet ettim elbette. Hoş. Şunu özgertip koyunlar. Andaki ben devamlaştırsak ötkendim şu siz dediniz zaten Müslümanların ciddi şekilde bizge köngül bölüş üçün hareket keltiriyordunuz dep. Bu teşkilatlar mesela şu hazır Dünya Yahudi kurultayı olsun ve başka kurultaylar teşkilatlar olsun Yahudilarınki bir ay bulmadı o değil mi? Belki çoğun bir kurultay oldu Amerika'da Yahudilarınki. Çoğun bir spor salonu doldurgan. Hem mesela bu kurultayda mı şu hazırki İsrailiyedeki Netanyahu hükümetiga qarshi qarorlarni elib o'zini qo'llamaydiganligidir. Bu Amerikadagi Yahudilar mesela Yahudilar qo'llayotgan hozirgacha mesela İsrailning ya davlat tarafidan bo'lsin ya u yerdan bizni qo'llagan bir ovoz kelmadi. Bu Yahudilar farqlimi yoki o'xshashmi? Hamda u balki İsraildan nima kelmadi deysiz. To'g'ri, biz yana bir talab qilgan nimamiz shu Yahudi kongresining sobiq raisidan bu İsrailda mesela hükümet birincisi bu hatta bir bayanat ilan kılsın. Hiç olmasa parlament azalarını bizge tepe üyede. Parlamentta bu meseleyi oturup koyduğun azalarıydı. Onun ikinci üyede ammavi teşkilatlar bile biz çünkü bu İsrail her kandak bolsa nayt demokratik bir devletemdi bu. Demokratik devlet olgandı ki o üyedeki ammavi teşkilatlarının ait erkilliğine ait kengri bir erkilliği var. Şunun için bula bir hareket kozgusun dedik, onu kılaman dedi. İkincisi hiç hareket bulmadı emez. Bir Facebook nemesini kömdünüz mü? İsrail'de bir teşkilat, Xitay elçixanası aldı da namayış kıldı. Şu Uygurlarını kollap neme kıldı. Hem de o yerde elbette nemeler buluvatıdı. Onun bizdenki nememiz yok. Biz İsrail hükümetini neme kılmavatımız bir yerde. Bu Yahudi Amerika'daki Yahudilerin gibi kılbatımız, halkaradaki Yahudilerin gibi. Bununki aşağıda uçturulsa kandak bir hareket, kandak bir inikas kozgaylık aldığında. Müslüman teşkilatlarının ki şu yerdeki İsrailiyana mesela Yahudi millet teşkilatlarının ki mesela Uygurların kollaşı ya ki Dünya Uygur Kurultayı'nın kollaşı dünyadaki bolsun ya ki şu yerdeki Müslüman teşkilatlarının ki nezirde sizlerini düşüremdi ya ki sizlerine selbi cihetten karamdı. Kandak kısa değil mi? Yahudi teşkilatlarının ki kurultayını ya ki Uygurların kollaşı ya ki kurultay bilen bundan görüşüp yakın münasebeti buluşu şu etraftaki Müslüman teşkilatlar çünkü İsrailiyede bir o İsrailiye Palestin işgalasındaki bir zaman. Ya biz bu nime manda bulduk. Mesela deyli biz Malezya'ya vardık. Uygur Amerika Cemiyeti'nin reisi hem Dünya Uygur Kurultayı'nın Xitay İşleri Müdürü İlşat Esen. Ben Dünya Uygur Kurultayı'nın ki icraiye reisi olup endikince Turgun Hacım bizden dini komitenin reisi. Üç aydan bir Malezya'ya vardık. Malezya'ya vargan çağda Malezya'da bir ammavi teşkilat çoğun bir jığın ötküzüp 18 ammavi teşkilat. Palestin nime jığın ötküzüp bir Uygurlarını kollaş grupsi kurdu. Yani. Hoş.
Uyghur Support Group deb de. Kuruldu. Uyada bazı Palestinlikler var ki elbette. Palestinliklerge bu nimede Malezya'da Palestin'i qollaş hareketine ait güçlük geldi. O yerde jığınla baş koyan adam dedi, biz bunun için bu şu dikkatimizni Uygur meselesiga berimiz dedi. Çünkü hazırki Uygurların vaziyeti Palestinliklerninkinden neçe hisse iğir dedi. Dep bir Palestinlik bak yaşadı, bir Palestinlik teşkilatının vekili var ki, Palestin teşkilatı. Şunu dedi, sen de baktın dedi, sen bir Palestinlik. Uygur'un vaziyeti, çünkü ilk o halklarda biraz kaymakış olgan, biz hem de birdilla matarapga ötep ketemdik hem de, biz Palestinlikni qo'llayotgan teşkilatlar degandek bir kaymakış bo'lganini his qilgan bo'lishi mumkin. Shuna qilgan chaqda u adam Palestinlik, ikki Palestinlik var ki, birisidan so'radi. Sen de baqa Uygur'un vaziyeti mandak hazır. Hazır sen seliştirip bak özün Palestinlik'e. Palestin'in vaziyeti eğir mi? Uygur'un vaziyeti eğir mi dedi. Palestinlik özü Uygur'un vaziyeti bizden eğir ki dedi. Senin tılını çeklemdi o dedi. Çeklivettim o dedi. Yak dedi. Senin dinini çeklivettim o dedi. Yak dedi. Hatta dedi sen dedi, hatta türmeledim o sen dedi, ibadetini kılı sen dedi. Şuna mı dedi? Hoş dedi. Demek yani uyada onu aklıgallık emez. Lakin o cihette o İsrail özü korkaklık Palestin'dir. Şuna mı? Palestinliklerden. Bu ayeti ögün men yokap gitmeyen dağıtıdı İsrail. Çünkü nurgulluğun halkaralık demografikini tetkik kıldığın mütehassisler o 50 yıldan kim o neçe yıldan kim hatta şu İsrail'deki Palestinliklerin sanininki İsrailliklerle tanıp kaldığında var. Şimdi ama o Palestin'e katmayla ya ma taraftaki Gazze'deki ya West nime Garbi Kırgak'taki. İsrail işi de 750 bin Palestinlik var. Şimdi ama vatandaşı, İsrail vatandaşı. Bunların nüfusu mesela belki İsrail'den ötep gitişi mümkün uyadaki Yahudilerin. Onun o birinci. İkinci 380 milyonluk Arap dünyası bilen uğralgan bir zemin o. Şimdi ama hayat boyu o beğen bulanmaydı İsrail. O Palestin meselesine halkımız. Çünkü bir Arap var. 300 neçe milyon. O bizim vaziyetimiz hazır nayt iğir onun qarğan çaqda. Biz yok olap ketiş nimesi kep qalğan gap. Xitaydak 1 milyar 400 milyonga bağlan bir nüfusga biz 15 milyon 20 milyon Uygur onunla karşılık gösteriyatımız. Onun da hemminin var, bizde işinin yok. İmandan başkanım yok. Şunun için biz akıllık buluşumuz gerek. Nemeninki gibi devamlılık nait yaxşı gap kılıdı. Bizden Erkin Ekrem Dünya Uygurluğu'nun muavin reisi. O deydi biz Xitay'ın başkanım bile nima qilolmaymiz. Fakat akıl bilan üstün kelimizde. Şu akıllık buluşumuz gerek. Biz bayanki gapimizning cevabı Müslüman teşkilatlar bilan biz konuş nima sözleştik. Ya ulamın ayeti akıllık insanlar. Mesela biz namoyish o'tkazdik nimada? Washington'da. Ular bilan uçuk sözleştik. Sen bu Washington'daki havanı uzanlar bilisizlar hazır. Hazır qopab sizlar uzanlarning sloganlarini bir yerde ap kelsanlar ya lozinklaringlarni ap kelsanlar eliqindak o'zlari nima qilgan lozinklar. Bu bizningki da'voga eliqin bo'lmaydi bu. Payliq bo'lmaydi hozir. Shundami emasmi? O'zlari dedi ya payliq bo'lmaydi. Unda bo'lsa bizga qanday foyda yetkazsizlar? Bizga sizlar faqatla qo'shilib bersizlar. Biz nima desak shuni deysizlar sizlar. Biz nima to'lasak shuni to'laysizlar. Shu shaklda bizga yordam qila olasizlar. Biz har odamning yordamiga muhtoj hozir. Yo'q, bu ketish tahlikasi bilan qarshi-qarshimiz. Shuning uchun bütün adamlarning, bütün dinlarning, bütün gruplarning yordamiga muhtoj biz. Meyada mala kuchlik. Bular bilan bizning munosabatimiz bo'ldi. Har qanday bo'lsa bular ya u shuning uchun ular buni faqat to'g'ri tushuniglik. Xo'sh. Endi shu tashkilotlar ichidagi buncha bola bölünüş qanday kelib chiqdi sizning ko'z qarashingiz? Abay biraz so'zlab o'tdik, ba'zi bir yangi qurilganlarni. Unga nadir biz yangidan bu surgundagi hukumat masalasini qayta bu yerda chiqyapti. Bu shunday ahvollarga sizlar qurultay
buluş süptonlar bilen qanday qaraysızlar? Ziyonliqmi, foydaliqmi da'voga? Endi hozir biz men dedim o sizga bütün diqqatimizni shu Xitoy qaratishimiz kerak. Undan keyin bu ilaqa bir xil mujodala bo'lmasligi kerak. Har qandaq shaklda bo'lsa mujodala shaklimizni biz ilaqa har xillashtirishimiz kerak. Onun uchun men hech qandaq boshqa bir tashkilotlarning chiqishiga nimasiga bayam dedim o. Faqatla bu tashkilotlar chiqsimi ilaqa bir-birining ilaqa nimasiga dastlab chiqaman demay, o'zi faoliyatni qilsin. Xo'sh. Bu faoliyatni Xitoy qarshi qilsin. Bu Dünya Uyg'ur qurultayiningki hech qandaq daftarida yo'q. Boshqa bir Uyg'ur tashkilotiga qarshi bir ish qilish, yo Uyg'ur tashkilotini küçük tushirish, yo Uyg'ur tashkilotiga qarshi harakat qilish degan nima Dünya Uyg'ur qurultayiningki daftarida yo'q bir ish bu. Shuning uchun biz bu tashkilotlarning chiqishidan nima qilib ketmaymiz. Lekin albatta bir koordineli shaklda bo'lish kerak butun nima. Masalan, hamma guruhlar chiqyapti, odamlar chiqyapti, bundaq albatta chiqishiga biz har qanday guruhlarning qurilishiga, nimasiga biz qo'llaymiz, nima qilamiz, ammo bu guruhlarning bu nimalarning bu bir hadaf bo'lish kerak, bir maqsad bo'lish kerak. Undan keyin nishonning nima bo'lganligini aytib aniq bo'lish kerak. Bekadim beka. Undan keyin bu biz nurg'un va nimalarni ko'rdik. Dünya Uyg'ur qurultayi bizda hozircha shu xalqaroda faoliyat ilib borayotgan, ya'ni kuchli kelib, ta'sirli faoliyat ilib berayotgan odamlarning yig'ilgan bir nimasiga aylandi hamdi bu. Bu yerdagi insonlar 20-30 yildan beri mujodala qilib, kurash qilib ilib berayotgan bir mengayotgan bir tashkilot bo'lgandan keyin bu bir professional bir nimaga aylanib ketdi bu nimaning ishi. Xo'sh. Shuningga bizningki tashkilotlar bilan bizga chiqib bizningki oldimiz nima qilib olamiki unda degan nimamiz yo'q. Xalqimiz ishida bir nima maydonga keltirmisi bo'ldi. İşençsizlik ya confusion nima deymiz endi qaymoqish xalqimizda. Biz bütün yoshlarni qo'llayapmiz. Biz masalan bu daqiqatimga nimada bizning hedefimiz 25% rahbarlikning %25'ini yoshlashtirish hozir. Maqitimga aldığımız saylam. Yana bir saylamda %50 chiqarish buni. 4-chi qitimga saylamda bo'lsa butunlay cho'nglarning hammasining tushib, yangi yosh bir naslninki buni elib berishini sağlash, ya'ni ta'min qilish. Shuninga biz o yoshlarning chiqib nima qilishidan nihoyat mamnun. Chunki oxiri ular kelib hammasi shu Dünya Uyg'ur qurultayining nimasida birlashadi deb o'ylaymiz. Chunki bizning yoshlar bilan nihoyat yaxshi dialogimiz bor, nimamiz bor. Bularni endi aql bu yerda Xitoy yomon cho'ng o'yin o'ynaydi, o'yinga tushmaslik kerak. Hozir birinchi desak, masalan, qaymoqishning qayerdan kelganligini. Masalan, mush qonun manda chiqdi, shundami? Bu endi bosqich bilan bo'lgan ish. Bayonmi deb o'tganda xalqimizni boshda tunishtirishimiz kerakdi, shundami? Birinchi bosqich balki bu qonun bo'lishi mumkin. Yana bir nima chiqishi mumkin. Agar davomimizda texnik yuqori pallaga ko'tara olsak. Hozir ashunda ko'tarish nimasi bor? Amerika bo'lsin, boshqa davlatlar bo'lsin, hozir bu masala bir hal qilmasa bo'lmaydigan bir masalaga aylandi. Albatta. Bu har qandaq qilib bu masala Xitoy buni o'zi cho'kib chiqdi hamdi. Shundami? Bu masalani o'zi hal qilinmaydigan bir nimaga aylandi deyapti. Shuningga bu masalani cho'qim hal bo'lishi kerak. Buningga bizningki odamga ehtiyojimiz bor, aqlga ehtiyojimiz bor. Nayte shuning uchun Xitoy nayte ustulik bilan bizning mushaharakatimizni hozir chopitish mumkin. Nima? Biz nayte diqqatli bo'lishimiz mumkin. Agar Xitoy yana biz biroz g'aflatlimisida qolib qolsak, Xitoy mushu bosqichdan o'tib ketsa, biz o'zimiz kelolmaymiz edik. Mushu nimada Xitoy mushundaq eslab bilishimiz kerak. Bu masalani Uyg'ur meselesini xalqaroninki kun tartibidan tushirmasligimiz kerak. Matbuotning nimasidan tushirmasligimiz kerak. Buningga boshqa turishimiz kerak. Har qanday tashkilot chiqsa. Mushuni qandaq men mushu nimada tutib tura olayman?
Qandaq qilib mush hozirgi kun tartibida buni tutib tura olaymi? Qandaq qilib gününki xalqiniki buning so'vishining oldini olama bu masalaninki. Mandaqni bilan yeni strategiyalar, yeni fikirlar, yeni taktiklar bilan o'ttirga chiqib, xalqimizga mandaq bo'lmay qoldi, endi men mandaq qilib buni mandaq tutib turaman deb deyalish kerak. U bika tashkilot qurib olganninki hojati yo'q u yerda. U o'zlarini biladi. Hech qanday nimani amalga oshirolmaydigan ba'zi insonlar, ya'ni hech ism olmaydi. O'zim qilgan ishi yo'q ya'ni u odamlarniki. Ya bir qo'zg'algan bilan ish bo'lib ketmaydi bu. Bu insonlarimiz manda insonlarmi bor. Endi bular hech ish qilmagan odamlarmi bor. Ishqi bira ishni qilib keliblar, o men qilib yetmanka deb o'ylab qoldi. Bu ish unda oson ish emas endi. Biz buningga men unda deb iddia qilmayman. Men mundaq qildim, boshqasi chiqmasin demayman. Chiqsin, aqlliq bo'lsin. Qandaq qilib yeni taktikalarni kelishtirib men bu Xitoyga qarshi. Uni o'ylash kerak, qalliga oshini tushirib, men qandaq qilib texmo önümlük banda faoliyat ilib berishim kerak meningki deb uni o'ylash kerak. U chiqiblar bir ishni qilgandikilar, u ishda kichkinlar bir yerda so'zlab qolsa, yo bir yerda bir ovoz chiqib qolsa, u ish bo'lib ketmaydi. O'tganda bizningki yoshlarning gapidan chiqib, Dolqin Aysa Dunyo Uyg'ur xalqining raisi shunda dedi. O'sha birinchi qatim ma RGSga beribdi. RGSda yig'in bo'ldi hamda millatchilar guruhlarining yig'ini bo'ldi, millatchilarning. U deydi, shu qarasam necha ming odam shu yerda meni so'zlar degan deydi. Shu yerda bir so'zlablar, shu o'shimdan ketgan tasqag'anti vatanni ozod qilib o'tibman endi deb deydi. Keyin qarasam hech nima bo'lmadi debda. Shu hamda. Shuningga bu nimada bir nimadilla ishlar bo'lib ketmaydi. Bu ish izchillik kerak buningda. Zerikmay menish kerak, terikmay menish kerak. Biz nimalarni o'tib ketdik endi. U ishlar bizga hech nima bir ta'sir qilmaydigan bo'lib qoldi. U izchil shu o'zininki shuari ostida izchil mansa bu ish mushundaq asta men Dunyo Uyg'ur qurultayini shunga taqdirlayman. Chunki shu aqlliq nim bilan izchillik bilan mangdi. Meni hozir Dunyo Uyg'ur qurultayi xalqarodagi hech kim buni inkor qilolmaydi. Xalqarodagi o'rnini inkor qilolmaydi. Uning rahbarlarining o'rnini inkor qilolmaydi xalqarodagi. Ya'ni bizning xalqimizning ichidan inkor qilib kelayotganlar bor demasdan. Ya'ni mush ichinish bo'lgan tarafi mushu alam mushu to'plarda, uchurlarda u hamda inkor qilganligi, reallikka qarshi turganlik. Hamda u xalqaro e'tirof qilsa uni ilgirlatmayotdi. Men hozir jon oldigan bir savol so'rayman. Ilgirlay Uyg'ur da'vosiniki mustaqilligimizni ilgirlashiga xuddi qurultay yoki mush tashkilotlar sababchi bo'layotgandek havo yurgizayotganlar bormi bu? Bayam dedim men masalan. Men bu nimalarni nurg'un qilib bizga sizning og'zingizdan bir ansam, sizlar mustaqilchimi yoki kishilik huquqchimi? Voy Alloh. Bunda deb buni men bilaman-ku endi. Xalq anlasin nima shu sizlarning o'zingizning og'zingizdan berasiz. Endi bu xalqimiz baho berish kerak-da. 40 yildan beri bu davoni qilayotgan Dunyo Uyg'ur xalqiga hammasi eng ozi 20 yil bo'lgan ekan. Mushuni bilan so'kildab menga Chunki yana bir narsani nima deb ma'noda bo'ladi? Ya mustaqil deyish kerak-da. Masalan, bu xalqning so'rishi hatto nurg'unlagan uchib yurgan narsalar bashchiqqa o'z vaqtidagi mayli Rabiya Qodir xonim ba vaqtida bo'lsin, nurg'un mayli Yaponiyaga baga vaqtinglarda bo'lsin. Zot bu Uyg'ur xalqi nima xohlaysizlar deb muxbirlar akilib sizlarni zo'lab, bu sizlar mustaqillik xohlamsizlar yoki nima qilmoqchi Xitoy ostida avtonomiyani qolmoqchi desa net naq javobni bermaydi-ku. Masalan, o'z vaqtimda biz uni keyin bo'lgandan keyin saylan bo'lib o'zimizning kishilik huquqimizni o'zimiz qilib deb jon oladigan savolga jon oladigan shaklda javob berolmasliklar balkim bugun qurultayning keyindan ish chiqarayotgan yoki sizlarni shubhalik o'ringa tushirib buning ichida Xitoyning odamlari jasuslari va bu shuning uchun bilan ilgirlatmay Uyg'urlarni ahmoq qilib yurish uchun sabab bo'layotganlar bular deb chiqayotgan ishlarmi bu bo'lishi mumkin. Masalan, nurg'un cho'ng xalqaro yig'inlarda naq javobni men hozirmi videoda burungi videoni ko'rdim masalan. Biz mustaqillik, biz xalqimizning mustaqilligi uchun harakat qilamiz deganni deyamaysiz masalan. Yo, bu to'xtab turing. Unda deyamagan gap yo'q. Biz hech yerda bir yerda
Avtonomiya deganimiz anladingizmi? Biz avtonomiya xohlaymiz deb dunyo Uyg'ur qiltining bir adimi chiqib dedimi? Unimi demaysizlar, buni demaysiz. Ya, endi shundan qarab baho bermamsiz uningga. Har qanday adam shundan qarab. Biz bir yerda bir qo'pab har qanday bir bayonotimizda, yonimizda biz avtonomiya bu nima degan gap endi? Avtonomiya xohlaymiz degan gap. Bu bizga numus, avtonomiya degan nimani hech qachon og'zimizga olmadi, takrorlamadi, nima qilmadi. Ammo mundaq bir nima bor. Nurg'un yerda balki men mustaqillik xohlayman. Ochiqday sizga. Men mustaqilchi, mustaqillik xohlayman. Mustaqillik hozir mustaqillik xohlamagan har qanday odam hozir xiyonat qildi millatiga. Xalqimiz uni tükürüp tashlaydi. Bu tükürükka aylandi. Har kim bo'lishidan qat'iy. Men mustaqillik bo'lmayman degan har qanday odam o'shunga aylandi. Chunki Xitoy mushundaq bir zulm qilayotgan, mushundaq qirg'inchilik yuritayotgan bir mezgilda men Xitoy bilan yashayman deb bir Uyg'ur chiqishini men ehtimol bermayman. Lekin endi bu yerda xalqimiz oddiy bir xalqninki, oddiy ko'chadagi bir insonniki, xalqimizniki degan gapini bir eng yuqori pallada turgan bir Uyg'urdan o'xshash ovozda chiqish kerak deb uni kutmasligimiz kerak. Chunki u bir diplomatik bir kurash ilib berayotgan bir inson bu. U balki bir yala bo'lishi mumkin. Shu yerda u gapni boshqa shaklda tushuntirishi mumkin. Bevosita deymizmi? Yaqinda bevosita ma'no demasmi, ammo shu ma'noda deyishi mumkin. Uni nimishga, uni ilaqa o'xshash nimada olmaydi xalqimiz. Ma Tibetliklarningki nimasi bor ekan? Men Tibetliklardan so'radim. Biz nimishga mushundaq deydi-o'slarning nimalar? Bunda debdi-ku, hech qanday sen degan gapni demabdi-ku dedim bir Tibetlikka. Desam, bu Tibetlik nima dedi bilamsiz? Dedi ki, ular degan diplomat dedi. Ulardan ranjisak bo'lmaydi. Ular diplomatik til ishlatadi. Diplomat bo'lgandiki, ularningki gapini men nima qilmayman. Men davrima, ular mening degan gapimni dedi aslında deydi. Boshqa bir til bilan davatgan bo'lishi mumkin deb shunda. Ham xalqimiz bo'yicha mushundaq tushunish kerak buni ham. Hamma yerda o'xshash normal bir odamning gapi bilan, ovozi bilan, yo uningki toni bilan, uning lahjasi bilan gap qilish mumkin emas. Bir nimani unutib qoldim, toza yaxshi bir gapni davat etdim bu yerda. Lekin hech qanday bu Uyg'ur dunyo Uyg'ur qiltining hech qanday adimi hech qanday yerda avtonomiya deb baxmadi. Onun için yani bu meseleni çıkarış şu freedom Uyg'uriston Sharq Turkistonda urush sağgandaki bir ish endi. Mush en ahirdan mush. Endi Uyg'uristonchilar Sharq Turkistonchini pash qildi. Sharq Turkistonchi Uyg'uristonchini pash qilib Xitoyga o'yin qo'yib berdi. Tushunami? Haqiqatan Xitoy o'ynayotdi. Ma nimaninki gapni hozir esim keldi. Bayam dedik. Degandiki o kongressda o qonun sunildi. Sunulgandaki nima bo'ldi? Qonun biraz so'ush bo'ldi qonunda. Qonunni o'tirib qo'ygan odamlarda so'ush bo'ldi. Chunki uning ishxonasiga telefon qilib, sekretarlarga telefon qilib, bu qonunni xohlamaymiz. Uyg'urlar. Ha? Biz degan o'sha mustaqilcha bo'lamiz deganlar, bu mustaqillik berish kerak bizga. Mandaq modda bo'lmasa, uni Uyg'urlar xohlamaydi. Degandiki, bu nima biz yaxshilik qilyapmiz yo? Bu biraz qalaymiqanmi? degan nima bo'lib bir sovush bo'ldi. Biz qo'rqib ketdik hamda. Opla, mushunda da aran o kongressmenlarni ma Uyg'urning holi ma'vu, menga bir ishing og'risin deb ayaga akasak, uni qo'pab bizga sen buni bekorimiz yo'q buni bilan sen mustaqil bersa, mustaqillikqa hozir balki u kongressmenlar texi u darajada bizni tushungani yo'q. Bo'lmasligi mumkin. Chunki texi yangi anglayotgan nurg'un odam bor. Uyg'ur degan kim deganda. Uni beriblar biz Uyg'ur mustaqillik xohlaymiz desa, menga deyishi mumkin. Uningga tushundirish kerak, vaqt ketadi, zaman ketadi. Uni shuningga qoyil qilib, o'zini gap qo'yish kerak. Buning uchun mushul ishini ishlash kerak. Mushka oxirida mushu free Uyg'ur bilan, Uyg'urlarga erkinlik, Uyg'urlarga ozodlik degan bilan mush independence, ya'ni mustaqillik o'tirisini jiqtalashib tushib ketdi. Hamda freedom for Uyg'ur degan nima bo'ldi? Freedom for Uyg'ur degan erkinlik degan gap. Erkinlik bilan mustaqillik nima? Mustaqillik degan arabcha bir gap hamda. Erkinlik degan
Uyg'urcha bir İngilizce independence demedi deb mesela. Yo, nimishga uni nima qilamiz? Hozir biz o'zingiz o'ylab ko'ring. Erkinlik degan Uyg'urcha nima? Freedom ashi nimasida hamda. Hamda u erkinlikni nima qilamiz? Erkinlik bilan erkinlik desak qabul qilmaydi-da. Mustaqillik demni. U erkinlik shu mustaqillik degan erkinlik degan gap. Erkinlik degan mustaqillik degan gap. Nimishki buni biz bunda murakkablashtiramiz. Buni shu shuarchilik qilib nimishki. Buni düşmanimiz cho'ng. Xitoyni aytaylik, taktik o'ynaydigan bir dushman. Uni men alani boshqalarni qarlab deydigan gap emas. Diqqatli bo'lishimiz kerak. Chunki Falastin deyli masalan. Falastin davosi balki buchoqcha hal bo'lib ketishi mumkin-di. Mesela mening ba'zilarning ko'z qarashim shu. Chunki Arafatning vaqtida bu hal bo'ladi dendi. Arafat shu jasoratni ko'rsatib hamdi. İsrail bilan nima qildi ya? Xo'sh. Tinchlik nimasi. Hamdi kichikkin bir yani ilib Arafat masalanda hamdi. Shuningga nima qildi ya? Hech bo'lmasa Arafat bir mustaqillik bir Falastin hokimiyati qurildi. Ay 20 mingda qurolliq adam u yerga o'rinlashtirildi. Mushu bo'ldi bir Falastin davlatining asosi qurildi ham bu yerda. Nihoyat xo'shallik bilan shundami? Hamdi u yerdan bir nima qiliblar Hamas chiqdi. Ya biz buni xohlamaymiz. İsrail biz dengizga kun bitmaymiz. Her bir kichkina bir ilgirlash bo'ldi, oyoqdan bir bomba portlaydi. İsrail onundikin muşun nima qildi. Bu kimning o'yini edi? Kelgusida İsrailning o'yini bo'lganligini aytib ochiq bo'lib chiqdi endi. Falastin hozir nima ahvolda? Kim gapini anglaydi, nima qiladi? Nerede o Ramallahmi ketdi, yana bir yermi ketdi, tugaydiganning nimasini qilib qilyapti. Biz mushu nimada, ba'zi nima kelgan chaqda aqlliq bo'lib şuarını qandaq to'laydiganligimizni yaxshi bilishimiz kerak. Aqlliq bo'lishimiz kerak, radikal şuarlar bilan yomanda qattiq xalq so'yadigan, xalqqa yoqadigan şuarlar bilan o'ttirga chiqib, unumlik ish ilib berayotgan insonlarni, tashkilotlarning oldini elish bir cho'ng bir xiyonat bo'ladi. Chunki ular o ishni qilolmaydi endi. Onu desek mesela nimiz qilmay nurg'un ishlarni qilganlar bo'ldi, lekin mushundaq tashkilot, ashundaq tashkilotlarni qurganlarni nima qilib o'tirdi? Burun qurgan odamlar hozir uyda o'tirib kompyuterda uni buni tilab qo'yib nima qiladi? Bu masalada aytaylik bir biraz xalqimiz biraz uyg'onishi kerak. Bu Uyg'ur tashkilotchiligidimi? Mesela Uyg'ur sizlar yashayotgan Amerikada bo'lsin, Turkiyada bo'lsin, shu davlatning ichida mesela bir-biriga tamamen qarshi ikki partiya var mesela. Bir-birisini fikrlar tamamen o'xshamasmi mesela? Ya haqoratlamasdan bir-birisiga mesela hozirgi biz Uyg'urning ichida bo'layotgandek o'zining fikrini, o'zininki plan loyihasini o'tirg'a qo'yib erkin şekilde iş faaliyet edip bardan devletlerde o devlet. Ben hükümet gelsem ben şunu kılmadım. Bizning Uyg'ur tashkilotchiligida bunda oldidagi mesela yillarcha faoliyat qilib kelgan mesela sizlardaydi. Bular ani qilganlik uchun bu bo'ldi deb deyishning o'rniga mening planim bu. Men manda qilmoqchi deb xalqni chaqasimi, qurilsin. Bundaq bir tashkilotchilik saviyasi bunda elib bora oladigan shaklga kelamdi Uyg'urlar yani. İlla bir-birini qarlab, xalqni qaymoqtirib, kimga agishni bilinmaydigan qilib, eng oxirida so'yitib meni qilishdi. Endi birinchisi yaxshi bo'ladi. Bu savolni shu da qilayotgan odamlarga so'rasangiz texi yaxshi bo'ladi. Lekin endi u insonlarniki, ba'zi insonlarniki undaq demokratik davlatlarda yashab qolishi, u insonlarning shu demokratik onga ega bo'lishi deganlik emas endi bu. U shuningdan kelib chiqayotgan ish endi. Çünkü demokratik bir devletli yaşaş bilenler demokrat olup gitmeysiz, onu sındıramaysiz. Onun nurgun vakit gerek emdi. Aşu nimede yetişip çıkış için emdi de. Çünkü bu demokratik erkillik diyen başka elemlerge hücum kılışamaz emdi. Onunki özününki erkillikine her kandak erkillik
Hele sınırsız deydi o. Hoş. Hudutsuz Bunda bir erkeklik yok. erkinlik yok. Her erkinlikninki bir limiti var hem de. Doğru. Şu yerde onunki her kandak bir erkinliknin yenide bir insanların bir mükellefiyeti var hem de. Şunu her ikisini birlikte erip baralığın çağda o insan mükemmel şu cemiyetke, şu cemaatke, şu yaşavatkan devletlerdeki nimige, sistemge maslaşkan bulur hem de. Bizninki hem de o seviyede bulmağallığımızdan bu bir nimesi var ama diginimdek düşmanımız bek güçlük. Ulan bir işini ayıplamayma, lakin belki dikkatli buluşunu talep kılmam. Çünkü bu Xitay bilinmey oynaydı onu elbette. Xitay cimtiramda hazır müştabtıda. Elbette. Xitay biz taş sanırsak kumsan ağırlık hazır. Biz kandak kılıp bu şimdiden çıkıtıp alamaya bu hakneydi. Biz hemmenimizni bu Xitay'nın hazırki başlatkan nimeler davatıdı o dostlar bizge davatıdı. Xitay yaman bir çoğun bir hücum başlattı. Sizlerini belki hazır halkara değil nime yağancı kılış, sizlerinki aldığınlarını tosaş, obrazınlarını xunuklaştırış için nurgun işlerini edip berabatıdı. Bunun dikkat kılınlar. Çünkü Xitay hazır başladı hem de. Adamlarını opperişka üyege, ziyaret kıldırışka, nime kıldırışka. Bu da bek xatarlik bir nimeler bu da. Çünkü ular kelip gap qilgan çağda nurgun insanların kallısını kaymaktırıp etiyordu. Amerika'nınki ötkendi nimede Ceneva'da bir guvalık beriş yığını içildi. Biz demeyen Ömer Bikali efendim badi, Adrian Zenz geldi. Şunun da şu yığını baş koygan hanımınki yetişçe o yığında şunçilik güçlük nimeler verildi hem de. Özleri yaşap çıkan insan, tədqiqatını elib bağlan mütəxəssis, başka kişilik hukuk teşkilatının vekili, şunu bilse, de şu Xitay'daki şu nimene, bizden Şarkı Türkistan'a berip, lagerlarının birini ziyaret kılgan, Xitay orunlaştırıp appağan, Belorusiya şu devletinin ki vekili çıkıp, alanın ki bu silahının diyen gipinlağı ben fakat kayıl bulmadım. Çünkü ben özem berip ködüm o lagerlarını. Lagerlardan çıkan adamlardan bile sözleştim. Ula manda dedi. Man sebepten kirgelligini, özlerinin öz ihtiyarı bile kirgelligini dedi. Şununla bu nimenla beni kayıl kılmaydı depti. Digen çağda deydi, bunda qarsam xalqlar bir qaymoqush bo'ldi deydi bu yerda. Xalqlarning nimasida ba'zilarininki. Gerçi biz deydi onun yağan boğunu uqsaqmı. Çünkü Xitay bunda oynayatıdı hazır. Xitay qopapsa Malezyada, Indonezyada Xitay elçixanası iptalarını berip atıdı. Akep xalqlarni olib berib ko'rsatib, hatta bizning ba'zi do'stlarimiz mi bildi badi ve nimalar bilan. Hatta qaysi kuni arabcha bir kanal debadi, vatanimizda ipta qildirib, Xitoylar Xitoy mushundaq qilyapti. Bu nima bilan Xitoy mashinamidan o'tib, iningdikin chiqib odamlarni so'zlatyapti. Yüzde belki 95'i öyle yağandan sözlavatkan bolsunmu? Şularning işide işinip kalgan şu gaplarga şununla toluq özü işiden kelip davatkan bulamı buluşı mümkün. Uygurlardan çok. Xitay bu insanların kallısını jüyütüp bardı ya da. Muşu şekilde mansa nimi boludu da biz başka teşkilatlarının onun bunun işini koyup bütün halkımızga qutquzuş nimige merkezleşishimiz gerek. Bütün muşu faaliyet elip bağlan bütün insanlardan nurgun yaşlar çıktı. Aferin okuyumuz ulağa. Şunda yaxşı işlerini kılıvatıdı. Bazıları bizlerden bu yaxşı işlerini kılıp gidip barıdı. Muşularının hemmisini hem tebrikleyme, aferin okuyma. Muşinimini yanı bir ketim oyuluşu çakırma. Kandak kılıp Xitay'nınki muşu bizgi başlatkan. Nişan Xitay olsun. Nişan Xitay olsun. Onun başlatkan hücumuğa kandak karşı durmaz. Hoş. Köptün köp rahmet. En ahırda en can aldığım bir sual. Hem de şu hakikaten şu yakında belki bir işkepti olduğu dememdi. Dünya Uygur Kurulu'nun ari rehberi Rabia Kadir Hanım'ınki torda tarqalıp yürüyen bir avazı belki siz anladınız. Bu ciddi şekilde bu montaj avazı mı bu düşünemeyli kapı kaldık. Siz hem de bunun hatta siz mi
Qurultayning ichidagi eng yuqori mansabli odam mayli Sharq Turkiston ulamolar birligi bo'lsin, ma'rif jamiyat bo'lsin, qarlanmagan hech bir odam qolmadi. Bu endi bu ovoz haqidagi fikringiz nima? Endi albatta Rabia xonim burun undaq bir nimalarni so'zlaganmi bo'lishi mumkin. Mana qarasam bu yangi bir nima? Yangidan o'tirib chiqdi. Yangidan o'tirib chiqdi. Buning chiqmasi yaxshi bo'ladi. Bu rahbarninki, masalan, rahbarimiz bo'lgandiki, bu rahbarning bir rahbar bo'lgan odam, masalan, siz so'zlash vaqtingizmi shuni anglagandan keyin? Bir rahbar bo'lgan odam, bak so'z harakatiga diqqat qilish kerak endi. Men hozir har gapimni bir o'lchab so'zlayapman. Bundaq xato ketmaydi deb. Chunki men orqamda bir tashkilot bor. Shu tashkilotga vakillik qilib so'zlayapman bu yerda. Shuning uchun ham xalqimga vakillik qilaman. Shuning uchun bu yerda har gapimizni qilgan chaqda og'zimizdan chiqqan gapga nimaga bak diqqat bo'lishimiz kerak. Afsus shu chaqlarda diqqat qilmay bu og'izdan shunday gaplar chiqqan gap, lekin hozirgi sharoitda buni o'ttirga chiqarib, masalan, shunda debdi, buni aytdi yomon bo'lmasligi kerak bo'lgan bir ishdi hamdi. U rahbarningki bunda gapni qilmasligi kerakdi. Bir rahbarning bunda nima kutilmas. Balki da'vataman hamdi. Buni lekin bu nimaga qarasak, bundaq o'zingizmi anglab baqsangiz, ya'ni her tarafdan montaj bo'lib, bir yasalgandek bir nimasi mi var bunun kendi? Rabia Hanım bilen gaplashdim. Rabia Hanım dedi, ben degan bo'lishim mumkin o gaplarni dedi. Açığım bir kelgan chaqda, yenimde bir sibat deydi. Şunu da o'tirib, munda degan. Uni hamda u adamninki rekord qilib bilib, Uyg'urlar arasida eng ittifoqqa muhtoj bo'lgan bir chig'imizda, Uyg'urlar tashkilotlar, Uyg'urlar arasida ziddiyatlarni bir kamaytirish uchun bütün vücudumuz bilan ishlayotgan bir paytda bundaq bir nimani chiqarib, yana bir buningga bir o't qo'yishi, yog' ya'ni o't qaynayotgan, ya'ni bir kuyayotgan o'tga yog' chashqandek bir ish, shu odamdan gumon qilish kerak deb o'ylayman. Mushuni chiqargan, tarqatgan odamdan oshinchilik vaqt sarf qilib, shuni yassab chiqib, chunki Rabia xonimning bunda gaplarni deb qo'yishi ba'zi yerlarda hammamizga u odat bo'lib ketgan bir ish hamda. Açıkçası bunda değil o da öteki bizge nurgun nimeler boğan gapimde. Lekin bunu resmi bir hüccet qilib, onu saxlab, yassab, artık burun degan gapini, boshqa chaqdagi qilgan gapini akab onunga shunchalik buning uchun bir Xitoy qarshi bir nima yazsanim bo'ladi shu odam, masalan. Qo'lining keladi ekan masalan-da. Şu lagerde yaşayotganlarning bir ahvolini tunishtirib, ashundaq bir nima yazsab, dunyoga e'lon qilsa, qanchalik yaxshi bo'ladi u. O'shunda sharoitda bundaq bir nimani yazsab chiqishi, shu odamni bak ayblayman, Rabia xonimdan jiqroq. Siz organdagi eng yuqori hozir ijroiya qo'mitaning raisi bo'lish sifatingiz bilan Xitoy dedingiz, Xitoy jiddiy shaklda o'ynayotdi deb. Bizmi Xitoy albatta bizni özününki kontrolden çıkanması için bütün necisliklerini, bütün rezilliklerini oynayacaklarlık aniq. Sizce Qurultayning ichida Rabia Hanım aşı söz degandek resmi Xitoy uchun ishlaydigan odamlar bormi yo'qmi? Bor deb qaramsiz yani? Yo'q, unda bir bor deb qarasam, 20 necha odamlar resmi aniq. To'xtab tur. Men bor deb qarasam, o Qurultayning ichida bo'lmayman. O Qurultay bizniki kontrolimizda, bütün u yerda ishlayotgan qarindoshlar, do'stlarimiz 20 yildan beri sınaqdan o'tgan, tavlangan insanlar. Ularga qo'yilgan, ularga bulungan eng cho'ng haqorat deb qarayman men buni. Ko'pchilik rahmat, güzel bir cevap berdiniz. Barliq programmaning ta 5-dan tortib hozirgacha nurg'un inkaslarni yozgan, bizni ko'rib, qimmatli fikrlarni bergan qarindoshimizning hammasiga, ko'rmallarimizga ko'p rahmat aytamiz. Haqiqatan uzun yıllardan ben bunda uzun da bevosita bir programma bunda saatlarcha davom qilib, normalde 45 minut 1 saat tugatadik, ama Ömer akamning ayati mengashi degan bir faqatlan bir fursat uchun keldik. Suhbat bir-birisini ta'qib qilib qizib ketib qoldik. Sizlarimiz yirikmay ko'rib qilib turgan qadrli ko'rmalarimiz, ko'p rahmat aytamiz. Sizning mana shu kechida men ayat safar qilgan bo'lgan bo'lsangizmi,
bu g'uva bo'lib qolgan millat javob kutayotgan bu masalalarga hammasini tafsiliy javob berganingiz uchun ko'p rahmat aytaman. Men rahmat aytaman. Alloh razı olsun sizdan. Rahmat. Qadrli ko'ruvchilarimiz, shuna qilib bu kechida inshaalloh birdamdekin suhurlik vaqtiga oz qolib qoldi. Mushu soatgacha bizni sabr qilib ko'rib berganingiz uchun ko'p rahmat aytamiz. Yana bir qatimliq suhbatni ko'rishgacha sizlarni Janobi Alloh topshiramiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.